Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz dostlar, kıymetli qarindoshlar, dünyanın har qaysi joylaridagi muhajir dostlarım, bugün kıymetli mehmanimiz Qurban Veli akamizni tekrar bir aydan keyin ikramga kelgan bo'ldik. Siyasi faaliyetlerimiz, siyasi derslerimiz, sohbetlerimiz davamlılık bulup duruyordu. Köpünçe karakter siyasetini çok elevatıdı. Şundaqtın biz her zaman ilimnin akıdın, ilimnin keyinden yanışımız için yanılam ilim sahiplerini çıkaranga ekiliş bizden vazifemiz. Elbette bugünkü faaliyetlerimiz halkaratik faaliyetle intayın kızgın, yaxşı bulatıdı. Ama dini alimlerimiz, milli, ziyali alimlerimizin davamlı çıkaranga keltirip çıkış için yana bizden arxeolog ustazımız Şarkı Türkistan'dan çıkan birden bir yoki ikki shaxsdan birisi bo'lgan arxeolog ustazimizni chiqarib keldik. Bugun bizning dunyodagi ikkinchi cho'limiz, ikkinchi qumliqimiz, ikkinchi insoniyatningki eng dastlabki hayotlarining boshlanishi bo'lgan bu qumliqimiz Şarkı Türkistanning markazi bo'lgan yoki eng mashhur o'rni bo'lgan Teklimakan meselesi üstüde paranlaşımız. Teklimakanның tektedeki taxtlarımız degan bu temada ustazımız arxeolog Qurban Veli akimizning javobini olamiz. Assalomu alaykum Qurban aka, salomat, yaxshi kellar, fikranimizga xo'sh kellar. Aleyküm assalom, o'zlarim obdan turiblar. Xo'sh bo'ldim. Yaxshi, alhamdulillah. Siyasi paranglanımı qilishimiz, ammo xalqimiz yana Şarkı Türkistan'daki arxeologiya meseleleriga azaldan qiziqib keldi. Bizning darslarimizni nayt suyib, yaxshi ko'rib keldi. Bir qancha qatim so'radi qarindoshlarimiz. Qurban akamiz yo'qab ketdi dedi. Qurban akamiz Teklimakanning ostini tekshiryapti. Inshaalloh yaqin zamonda bizga bir PowerPoint qilib yasab chiqadi deb xabar qilib qo'ygandim. Herhalde bugun PowerPoint'dan Teklimakanni qarindoshlarimiz so'zlab berdilar. Qumluqning ostidan chiqila yani bugün ve bizning qumluqning ostidagi bütün taxtlarni, podshohliklarimizni, madaniyatlarimizni bugün xalqimizga ko'rsatib berishga tirishiladi inshaalloh. Bo'ladi, men so'zni sizga bersam, Teklimakan to'g'risidagi bu darsimizning beshini o'zlari so'zlab bersin. Bo'ladi, sizlar menga 5 savol bergandilar. Xo'sh. Bu savol hamisi shu Teklimakanning ostida nima bor? Vatanimizning tabiiy boyliklari bilan arxeologiyaning munosabati. Xo'sh. Arxeologiyaning siyosiy xizmatdagi roli, arxeologiya boyliklarimiz joylashgan chet el muzeylari, madaniy yodgorliklarimiz maktablarda so'zlanishi kerakmi, qanday degan masala. Yani bu tema nayt cho'ng. Yani ben birbirine cevap versem bugün vakit yetişemde okumayman. Yani herhalde kıskartıp, hıçam kılıp sözlep birey. Yani Teklimakanның astı neymi var? Bu Teklimakan'ı aldı bilen bu astını bir izlep tepiş için biz Teklimakan'ның üstü de hazır neymi var? Teklimakan degen neymi? O neredeki çöl, onu dünya qandaq düşünüdü degan narsani azroqla bir ufqum berib o'tdi. Xo'sh. Bu Teklimakan deganimiz Tangri tog'larining janub tarafidagi sharqdan g'arbga 1000 kilometr, shimoldan janubga 400 kilometr keladigan nihoyatda cho'ng bir qumliqning nomi. Xo'sh. Bu qumluq Teklimakan deb ataladi. Bu Teklimakan degan ism qandoq paydo bo'lgan? Buni kim qo'ygan? Bu masala 80-yillarda ko'p talash-tortish bo'ldi. Ba'zilar Tekli makan degan bo'ladi dedi, ba'zilar Tekli makan, tek üzümlük makan degan bo'ladi dedi.
Ama ular hech qanday yozma asosini ko'rsatmadi. Qaysi kitobda shunday deyilgan, buni ko'rsatmadi. Oxir 86-yili men Xotanga borgan vaqtda nimaning Tavarixi Musiqon degan kitobning qo'lyozmasini ko'rib qoldim. Mo'jiza yozgan. Shuningda nimaning Yakan xalqining podshosi Abdurishxonning Taklamakonga shikor qilganligi, ovchilik qilganligi. Shu o'din qaytganda shundoq go'zal bir muzikani anglab qilib, shu bir uyga kirganda Amonisa xonni ko'rganligi. Bu shundoq bir muhabbat hikoyasi so'zlangan ekan. Shuningda aytilishicha, Abdurishxon Tarim daryosini bo'ylab terk makonda shikor qildilar degan bir jumla so'z chiqdi. Demak, bu bizning shu Taklamakon deganimizning asli nomi terk makon. Bu bundan 100 necha yil burun Tavarixi musiqinda shunday yozilgan ekan. Endi bizning hozir shuningdan boshqa yozma asosi va bir asosimiz yo'q, isbotimiz yo'q. Demak, shuningdan keyin munoziralarda yana shu Tavarixi musiqindagi terk makon degan so'zni qo'llanishni hammasi qabul qildi. Buni qarshi turganlarmi fakit ko'rsatmagandan keyin shu hozircha shunday bo'lib turdi. Terk makon degan biz tashlab ketgan makonlar degan so'z. Bu tarixiy fakitga uyg'un. Endi biz tarixni axtaradigan bo'lsak, miloddan ilgari va miloddan keyingi shu bir necha asr ichida bu hozirgi Taklamakon degan shu cho'ng qumliqda 36 davlat bor, shahar davlati bor. Bu 100 yildan keyin 56 bo'lgan. Demak, nüfus ko'paygan, shaharlarmi ko'paygan, noy taraqqiy qilgan. Endi buning shu vaqtda bunda cho'ng qum yo'q. Endi bizning faraz qilishimizcha milodiy 4-5 asrlardan keyin qumlashishga boshlagan. Bu qumlashishning sababi tog'dagi muzliqlarning erishi ostilab ketgan. Havo klimatida cho'ng o'zgarish bo'lgan. Daryoning suvlari ozlab ketgan. Shunday sababdan daryo bo'ylari qumlashib, qumlar kamayib, o'sha atrofda shu 30 necha davlat, 50 necha shahar davlatida yashaydigan qavmlar shu makonlarini tashlab tog' tarafga, ba'zilari shimolga, ba'zilari g'arbga, ba'zilari janubga, sharq tarafda Lobdur Kilova o'tiribmi borgan siri qumlashib ketgan. Demak, shundoq ko'chishga majbur bo'lgan. Demak, Taklamakon degan so'z tashlab ketgan makonlarimiz degan ma'noni bildirdi degan so'z hozir endi asosan bir bekib qoldi. Agar buningga yana uningdan burungi qandaq bir qo'lyozmada shu qumliqning ismi bo'lsa, biz yana uni qabul qilishimiz mumkin. Bu o'zgarmaydigan narsa emas. Endi bu mening bu Taklamakon haqidagi izohatim. Bundan qanday? Ya'ni Taklamakon deb ishlasak hozircha bo'ladi ismni. Shu ismni hozircha qo'llanib turmoqdan boshqa amal yo'q. Chunki Tavarixi musiqinda shu terk makon deb qo'llangan. Terk makon bu odatda jonliq tilda terkli makon. Lekin shu jonliq tilda qo'llanish jarayonida tekli makon bu shakllangan. Buning ma'nosi endi terk bo'lgan makon. Biz tashlab ketgan makonlar degan so'z. Bu qumlashish ofatining qum ofati bizni ko'chishga majbur qilgan. Boshqalar ko'chib ketishga majbur qilgan. Biz qum oldida mag'lub bo'lgan. Majbur bo'lgan. Endi bu Taklamakon endi qisqacha shu endi.
Bu Teklemakan muşunda bir çöl kumluk. Bu kumlukның o'rtasida bir daryo var. Tarım deryası. Bu derya şu Xotandan aqib kelgan Yurunqash, Qaraqash daryoları, Qashqardan aqib kelgan Tuman daryosi, Qushaq tarafdan aqib kelgan daryolar, mushunda taraf-tarafdan aqib kelgan daryolar birlashib, Udul Lopnur kuniga qo'yildi. Bu nəhayət uzun mesafe. Şu sunun boğanlığı üçün bu qum həmmini besib ketməyən. Yəni yerdə suba, şu daryo boyida yana azraq yeşillik var. Yəni bu Teklemakanның üstü hazırki ahvali şu. Bunun ismimi biz yuqorida aytib o'tgandek. Endi bu shu Teklemakan degan shu cho'ng bir qumliqning ustida biz aniqlagan til, yoziq materiallarga asosan aytganda Xotandan Qashqargacha bo'lgan orliqda sak tili asos qilingan bir xil til davomlashgan. Xotandan Qashqargacha. Oqsudan Qarishagacha To'qri tili davomlashgan. Lopnur rayonidan Niyig'ichilik bo'lgan orliqda Karoshti deyilgan bir xil yoziq, bir xil til davomlashgan. Bu tillarning hammasi bir Sanskrit degan adabiy til asosida adabiy til paydo bo'lgan tillardan. Ana bu tillar xuddi hozirgi qozoq, qirg'iz, o'zbek, turkman mush tillarga o'xshash bir-biriga yaqin, cho'ng farqi yo'q mushunday tillar. Bu hammasi Hind-Yevropa tillari sistemasiga kirgan tillar. Ana bu til hammasi 9-asrdan boshlab turkiy tilga umumlashgan. Hammasi turklashgan, turkiy til eng oxirida shu tillarning o'rnini egallagan. Bu endi tarixning jarayonini eslasak, qisqacha mushunchalik bo'ladi. Xo'sh. Endi biz Teklemakanның ustini bir qo'rib ko'rib chiqdik. Uning hozirgi ahvolini, vaqtdagi ba'zi bir uchurlarni so'zlab berdik. Endi bu Teklemakanның ostida nima bor? Tegida nima bor? Bu qum besib olgan shu 36 shahar davlati bor. 50 necha shahar davlati bor. Mushu Teklemakanның mushu qumliqning tegida, taktida shunday madaniyat bor. Bu madaniyatni bizning ajdodlarimiz yaratgan. Endi buni yana xulosalab kelsak, biz shu Uyg'ur tarixi, Uyg'ur tili jihatdan izlanayotgan bo'lg'achqa, biz shunday deya olamizki, Uyg'ur tarixi shu Tarim vodiysidan boshlangan. Teklemakandan boshlangan. Endi biz bilamiz, onun imperiyasi qurilgan, onun asosliq turgan yeri Mongoliya yayloqlari. Türk imperiyasi degan bir imperiya qurilgan. Onun asosliq ordusi yana shu nimada Mongoliya yayloqlarida, Orxon vodisida. Undan keyin Uyg'ur imperiyasi, Uyg'ur xonligi qurilgan. Buningmi asos ordusi shu yerda. Bundaq bo'lishdagi sabab shu vaqtda dunyoning savdo yo'li shu yayloq bilan ma'nolar. Bu yayloq bilan savdo yo'li, Ipak yo'li shu yer bilan ma'noshqa, bu shu Ipak yo'lini kontrol qila olgan millat bu taraqqiy qila oladi. Lekin jahonni so'ra oladi. Endi bu shu qisqacha aytganda, endi bu yerda bo'lishning sababi shu.
Ama bunun tegi yana Teklimakanda. Biz Urkun Vadisi'nin tepilgan nimelerden bilmez. Eğer bizim hakanimiz şu ötken degan joyda tursa, Mongoliya yaylaqlari tursa, xalqimizda mung yo'q degan. Ular azap chekmaydi degan. Demak, davlatni, qo'rg'onni shu Mongoliya yaylaqlarida qursa, bu Tarım Vadisi davomli bexatar turaveradi. Shunga bu asli boshlangan madaniyat Tarım Vadisi'den boshlangan. Bunun biz tuvanda endi bunun paketlerini göstərimiz. Tarım Vadisi'den başlandı desek, vaqtchilik biz taze obdan tilga ilinmagan bir atish odami deydigan bir asarati var. Bu bir boshsumak, toshga aylangan boshsumak. Bu Atış'taki Ağ Deryası'nın kıyıda taş çakka vakta şöyle bir başsunak çıktı. Bu Adem Beşi. Bunu Atış Nailik Medeniyet Yurtu'na tapşırıp bergen. Şunun için uzun ötmeyle sakçılar bu tapkan bir kallağa ağzını yumup yiyor. Kalaymakan yakınma. Hep bir zorluk işletken. Uzun ötmey bir yıl ötkendiği için bu gepler besip kalgan vakta bunu şu medeniyet yurtuda turduğan aşını saklagan bir Xitay kadir tosattin yo'qolib ketgan. Bunu 6 ayında ma'lum qilgandan keyin 6 aylık hükümetinin muavir reisi Emin Hamid bütün 6 ayın dairesideki ayrıpot qatnash tugillariga buyruq tushirgan. Shu har qanday odam bir toshga aylangan boshsumakni elib mansa tutib qilish kerakda. Bas degandek bir necha kundan keyin bu Oqsu aerodromi tutib qilingan. Bu tutib qilingandan keyin andikin 60 aylik muzeyning boshlig'i Sobit Ahmad Oqsuga berib bu suvakni, bu boshsumakni tep ekandi. Akilib 60 aylik hukumatning ishxonasida resmiyet ötep bunu şu muzeyde ekilip sakıldı. Hazır muzeyde saklanmakta. Şunun için bu başsumakni tədqiq qilishga başladık. Şu grubun içinde ben baktım. Bu başsumakni tədqiq qilib bo'lgandan keyin her halda o vaqtning qoidasi bo'yicha markazning Fanlar Akademiyasidan şu Bejin adamini tədqiq qilgan, maymun adamini tədqiq qilgan şu məşhurlarning sərmigi salmay, ularning təsdiqini ötkəzmay, bəzi işlarni qilib olmaydı. Şu vaqtda Bejin adamini tədqiq qilgan Jalanpo Efendini təklif qildi. Jalanpo Efendini bu köyde biz özümüzün göz qarashlarimizni oturib qo'ydik. Jalanpo Efendi axir bizning göz qarashimizni qo'shildi. Bu endi bununla Atish adami deb nom berildi. Bunun yıl devrini Jalanpo Efendi 15 ming yıldan 30 ming yılgacha deb bekitdi. Bunun 30 ming yılgacha deb bekitkini Bejin Maymunsimon adamining eng oxirgi yil cheklimisi 30 ming yil. Shuningga olishidi degan, uningdan uzun qilmaydi. Biz shunchalik bo'lib tursin mayli dedik. Shuning bilan buningdan 30 ming yil burungi Atish odami maydonga keldi. Buni e'lon qilish jarayonida yuz bergan nihoyat murakkab masalalar bor. Buni besh xizmat to'g'rilmaydi. Endi bu Atish odami shunday tadqiq qilinib bo'lgandan keyin endi bu bir paketga aylandi veya turdi, ama bunu keng tashviq qildi. Çünkü bu Jalanpo Efendi o'zi shu vaqtda bekitganda biz dedik bu Uyg'ur qatorliq Türkiye xalqlarining ajdodi degan ko'z qarashimizni qabul qilmay, endi Yevropa irqiga mansub deb bekitdi.
Biz uningga ma'qul dedik. Hı. Keyingi tadqiqotlarda bu Teklamakandan tepilgan narsalar hammasi Hindiy Avrupa irqiga mansub kishilar yaratgan madaniyat ekanligi, bizning tillarimizmi bu yerda qo'llangan qadimgi tillarmi Hindiy Avrupa tillariga kiradigan til ekanligi bu muhimlangan. Keyin bu ba'zi shu Uyg'ur tili bilan Hindiy Avrupa tillari masalasiga kelganda keskin bir siyosat var. Bunu keyin so'zlaymiz. Hozir so'zlamay turaylik. Demak, bizning Teklamakanning tagida buningdan 30 ming yil burun Otishning Og'u daryosi bo'yida yashagan odam bor. Bu toshga aylangan. Bir sumakning toshga aylanishi uchun oz deganda 15 ming yil ketadi. Shunga buni uning oz bekitib olmaydi. Yani bu Otish odami. Buni biz vaqtchilik bir kim ko'p tashviq qilmadi, buni e'tirof qilmadik. Endi biz buni e'tirof qilishimiz kerak. Agar buni e'tirof qilmasak, agar shu vaqtda o'g'irlab Bejingga ketgan bo'lsa, Bejing maymunlarining bir qismi bo'lib qoladi. Bejing maymunlarining bir qismi Hindiy Avrupa irqiga mansub odamlarni shular ijod qilgan deb bunday yolg'on to'qilishi mumkin. Ammo bu paket bir paket bo'lib turib qoldi. Buni keng tashviq qilishga bo'lmadi. Men shu tadqiqot bo'layotgan mezgilda Şinjan Yoshlari degan jurnalga shu tadqiqotning jarayonini qisqa qilib bir xabar berib aytgan. Nishad bir narsa so'rasam sizdan. Ya'ni bizning otishliqlar yoki otish odami demak biz bugungacha Turg'un Almas efendimninki marhumning yozgan kitobida biz balkim 13 ming yil 10 ming yildan 13 ming yilgacha bir tarix bizning vatan biz ashad yashab kelgan degan bir tarix var o'rtada. Shunda bo'lganda sizning mushu gaplar qaragan vaqtida mushu naq maydondan chiqqan isbot qaraganda biz 10 ming 15 ming yil emas 30 ming yillik bir tarixga ega degan so'z chiqdi bu yerda. Shunday. Shu vaqtda Turg'un Almas efendi bu masalani nihoyatda yaxshi o'tirg'a qo'ya olmaslikda sabab bor. Shu vaqt ruxsat qilinmaydi. Buni so'zlamagan bo'lishi mumkin. Vaqtda tafsil so'zlamagan bo'lishi mumkin. Bizmi o'sha yerda faqat shunday bir xabar bergandan boshqa hech nima demadik. Endi shu men Amerikada pensiyaga chiqqandan keyin buni qaytadan yozib chiqdim. Shu ahvolning hammasini birdan bir aslini qilib, bu otish odamini yozib chiqdim. Endi mening qarashimcha bu otish odami mavjud. Bu boshsumak muzeyda bor hozir. Ana bu boshsumakni biz chuqur o'zimizning ajdodimiz deb bilishimiz kerak. Uningga ism qo'yilib bo'lgan otish odami. Buning yil davri oz deganda 15 ming yildan 30 ming yilgacha. Demak bizning ajdodimiz bor. Shunday uzun tarixga ega ajdodimiz bor. Buni dunyodagi davlatlar va bununla aloqador bo'lgan dunyodagi arxeologiyaga aloqador bo'lgan dunyo madaniy meros organlari masalan bular bilmamdi bu tarixni. Buni shu vaqtda biladi, ammo buni keng tashviq qilmaydi. Chunki bu Tarim vodisidan Uyg'ur qatorliq turkiy millatlar yashayotgan mushu zamindan mushundoq uzun yillik bir tarixiy asari atiqining chiqishini ular kutmaydi. Ya'ni xalqaro ham kutmaydi bizdan. U xalqaro bilmaydi, uni e'lon qilmagan. Yo'q, masalan hozir muzeyda bor deyaptilar. Masalan muzeylarga masalan nimalar sayohatchilar kirib chiqa oladi normalda. Kirib chiqa oladi u bor. U yerga shu muzeyda yozilgan xatda
Bu Atuş Adem'in tarihi yazıldı mı, yazılmadı mı? Şöyle tanıştırırız. Onu men bağlaqlarda endi qo'yishga boshlagan. Uningda shu Ağ Deryası bo'yidan tepilgan, toshga aylangan odam beshi deb yozib qo'ygan. Uning tafsilotini yozmagan. Endi buni men yozib chiqdim. Meninkini inkor qiladigan odam bo'lsa, men qarshaman. İnkar qilmasa, mening shu yozganlarim e'tiborga ilinishi kerak, e'tirof qilinishi kerak. Sizdan boshqa arxeolog bo'lmasa, kim sizga qarshi chiqadi masalan? Endi arxeolog emas, tarixchilar bo'laveram deya. Tarixchilar bor. Sizga qarshi kimni jangga chaqiramiz yani? Buni bu haqda taqa bir kimning inkosini anlamadim. Ben bunu e'lon qildim. PDF shaklida yozib, Google'da e'lon qildim. Facebook'da e'lon qildim. Buni yaxshi deb ba'zir shunday bir bosh barmog'ini ko'rsatib qo'ygan odamlar hali ko'p. Ammo bu haqda chunqurlab kirmadi, chunki buni Xitoy e'lon qilmadi. Boshqalar e'lon qilmadi. Shunga buningga ehtimol to'g'ri ishonch bog'lamaganmi yoki nima halqi bir odam debdi-ku, osmon qarab davas bo'lmaydi, pakiti bo'ldi. Men osmon qarab demagan buni. Bunun pakiti bor. Hammasi birdan bir pakiti bor narsa. Shunga bu shu pakitni ya itrof qil, yo bo'lmasa og'dirib ber. Yo'q bo'lsa og'dirib ber. Mana men tayyor. Ben qabul qilaman. U osmon qarab davas bo'lmaydi degan kishi arxeologmi, tarixchimi yoki yani shu shu uni sal turib nimada so'zlayman. Bizning Xitoyning 4 jon kashfiyoti yo'q. Biz tarix vadisida 7 kashfiyot bo'lgan deganning faktlarini o'tirib qo'yganda mushu masala to'g'riliq azroq izohat berman. Bu ishonmagan bo'lsa, men Xitoylarning mushaqqiy izohatini shuni o'qib beraman. Xitoylarningki o'zining og'zidan chiqqan narsani. Shuni o'qib beraman. Endi Atuş Adem'i mushunchalik bo'lib tursin, bu endi hamma odam anglasin, bilsin, uni paket bor, rasmi bor. Bunun bütün jarayoni yozildi. Buni endi shuni bir kim og'dirib etmasa, Atuş Adem'i degan bizning asari atiqlarimizning birisi. Yani hozirda bu naqlam isbot bo'ldi bugungi darsimiz. Atuş Adem'i gaplarni kesib qoldim mishada. Atuş Adem'ning tarihi masalasida siz bu shaklda qattiq isbot bilan bu masalani o'tirib qo'yayotgan qaraganda, masalan bizning Atuşlik qarindoshlarimiz ham desam biz sening ota bobong to'q deb butun Uyg'ur xalqiga faxrlanadi degan gap chiqadi bundan. Ani bu endi har qanday bir Uyg'ur ajdodi yoki boshqa har qanday millatning ajdodi bo'lgan mashhur asari atiqa Atuşdagi Ağ Deryası bo'yidan chiqishi mumkin, boshqa yerdan chiqishi mumkin. Şu davrda yaşayan insanlar başka yerden çıkışı mümkün. Ama şu Ağ Deryası bo'yidagi şu taşlıkta ağaksıman taş boğaçqa şuna adam so'ngki taş qayrına alaydı. Ağaksıman taş bo'lmagan yerda so'nga taş qayrına almaydı. Demek bu şaroit nayt yaxshi bo'lgan. Yani bu endi Atuşliklar biz sizning ajdodinglar ismi tazim olmaydi. Bu hem Atuşlarning ajdodi, hem bütün Uyg'urning ajdodi, bütün Türkiye xalqining ajdodi. Ben bu naslni Türkiye'de bir qatim bir akademiyada tanıştırdım. Buna aytdi, qizg'in qarshi ilishga uchirdi. Ular biz anglamagan gapga deb nima qildi. Yani mesela bir Qashqarlik bir adam chiqib Atuşda o'lib ketdi deyli. O mesela yani u yerda o'lib ketgan bo'lsa, shu yerda chiqqanlik uchun shu odam shu yerlik odam bo'lib sanalamdi hisobda. Endi biz arxeologiya qoidasi bo'yicha aytganda, bu bir asar atiqa nereden tepilgan bo'lsa, shu joyning ismi bilan
ataş bu hamda qoidaga aylangan. So'ngashqa buni shu Atuşning Og'u daryosidan tepilg'achqa buni Atuş odami deb nom berdik. Allah razı olsun. Rahmet. Endi biz Uyg'ur tarixi o'sha Taklamakondan, Tarim vodisidan boshlangan deganning bir asosini yuqorida ko'rsatib o'tdik. Endi buning Xitoyning o'z vaqtida yozilgan tarixiy xotiralarida nima deganligini bir anglab boqaylik. PowerPoint'ning 10-sida shundoq bir Xanname deb bir Xitoyning bir kitobi bor. Xanshu deydigan. Buni Bangu yozgan. Buni milodi 23-yildan 200 milodi ilgari 23-yildan milodi 230-yillar orasida bo'lgan shu davr ichida yozilgan kitob. Endi bu kitoblarni bu mushu kitobda 96-jildida G'arbiy yurtda 36 davlat bor. Mushularning hammasi Allohga qaraydi deb aytgan. Demak, bu shu davrda mushu 36 davlat bunning Hun demak Türk demakdir, Uyg'ur demakdir. So'ngashqa biz bu yerda Xitoycha yozilgan asli tarixiy xotiraga asosan biz bu Taklamakondagi 36 davlatni Allohga qaraydi, Allohning tavalligidagi bir davlatlar deb atashga tamoman haqlimiz. Ben sizden sual sorasam bo'lamdi ya. Bo'ladi. Qarindoshlarimiz shu Qurban kamlam so'zi solib deydi, bu qoida emas qarindoshlar. Ya'ni bu riyosatchi degan to'xtamay shu qarshi tarafdagi odamga jiq gap qilib, uni qo'chib, u odamning tafakkurini qo'zg'ab so'zlatadigan kishi bo'la oladi buningda. Şumaylıqı sen çeçilip gelse yığıdığı adam mı şu riyaset? Şundaq. Yıqqan nəsin çaçıdığı adam mı riyasetçi? Çaçqanını yığıdığan mı riyasetçi? Ben cim oltırıb alsam bu. Elə bir cansız bir nəsi buludu. Şuna Atuş'un adamlarının gibini qılıversek ma bizning Qashqarning adamlarının açığı kelmesin. Boptu nəlik olsun ikisi biriye Atuş bilan Qashqar. Bu bana bir gap ta'sir qildi, ya'ni diqqat qildim bir so'zga. Bütün Türkiye xalqlarining ajdodi degan bu so'z ajoyib bir gapkan bu. Atush odami bütün Türkiye xalqlari, ya'ni bugungi turkiyaliklarmi shu Atushning bolalari degan gap chiqdi. Bu to'g'rimi, buni mushtaq tushunsak? Albatta. Bu anda 30 ming yil ilgirki bir odam beshi, bu odam beshi buni shu Xitoy Fanlar akademiyasi Endi Avrupa erkidagi odamlarning bosh avrishkisi degan bu 7 parcha so'ngak buning hammani qorashtirib asliga keltirgan rasm mashab turibdi. Rasmni qo'yib qo'ydim. Endi mushu bütün Türkiye xalqlarining ajdodi deyishga bo'ladi. Bu ajdod nereden chiqdi? Shu Atushdan tepilgan aşı odam shuni bildirdi. Agar bundoq bir narsa masalan nimidan Lopnur bo'yidan tepilgan Kroran güzeli var. Onun nimi deymiz? Bunu Lopnurluqlar biz sizlarning ajdodinglardan ya onda gelmez. Şu eseri etiqi nereden tepilgan bolsa şu yerning ismi bilan nomini qo'ydigan gap, uning mazmuni bütün Türkiye xalqlariga, Taklamakon yoki Tarim vodisida yashagan xalqlarga mansub. Muşunu biz ispatlab çıqalamızmı Qurban aka? Muşu bek muhim bir ispatlandi, endi buni emas deydigan odam chiqsa hisob. Ya mesela qo'limizda bir iniq o so'ngak hamda Sharq Turkistonda hamda saqlanib o'tadi, o baş so'ngaki.
Bunun bir qo'lga asli chet elga bir Uyg'ur tarafidan chiqib ketadigan bo'lsa butun dunyoga ko'rsatgan bo'ldi. Ammo Xitoylar buni balkim yo'q qildi, balkim u muzeyda yo'q u narsa. Va yoki bo'lsa-mu uning tarixini o'zgartib etdi. Xitoy undan narsalarni cho'ng tutib keldi. Biz buni yani bu hozirgi holatimiz bilan isbotlay olamiz. Endi bu nəhayət yaxşı sual qoydular. Bu Xitay özgərtib etdi degan gap rost. Xitay özgərtib etdi. U özgərtib etəlaydı. Shunda qilmasa u Xitoy emas. Az zaminni egallab olmaydi. Shunlashqa biz siz so'ragan savolda arxeologiya bilan siyosatning o'rtasidagi siyosiy ishlarning o'rtasidagi munosabat nima? Biz buni darsliklarga kirgizsak bo'lamdi degandek savollar. Menimcha bo'lganda bu bir narsa tepilsa, ma kimning desa, Uyg'ur qopib mening bu falayatdan tepilgan bu aniq fakti var narsa. Demese Xitoy bizning deydi. Ama maymunning bir qismi deb oladi. O vaqtda sizning ya gazetingiz yo'q, ya TV'ningiz yo'q, ya hech nimangiz yo'q. Siz nega gap qilasiz? Kimga deysiz? Dunyo qanday anglaydi? Yani en yaxshi narsa 1860-yillardan boshlab o'sha Songjungsan davrigacha bo'lgan orliqda o'sha taklamakanni bizning yurtlarimizni arxeologiyalik tekshiradigan ish nihoyatda bak avj olgan. Shu vaqtda chet elliklar vizalab, kelib, tekshirib, ashuningdan nihoyat qimmatli deganlarni hatto shu tomdagi loyni kesib elib ketgan. Buni aytib hozir chet eldagi muzeylarni saqlayotdi. Ashular bizga isbotlab bu sirni demasa, Xitoy allaqachon bu yo'qolib ketibdi. Ashu saqlangani intayin yaxshi. Endi hozir meni demoqchi bo'lganim, mening deydigan o avval chiqmasa, Xitoy mening deb oladi. Shuna gap endi. Endi bu oddiy odamni to'g'riliq men yezib qo'ydim. Bütün boshdan oxiri bo'lgan ahvolni eslab yozdim. Buningda odamning ismlari bor, hamma narsa bor. Bu oddiy odamning surati var. O suratni Misranim degan bir salon, tor saloni bu shu muzeydan rasmga tortib elib, buning e'lon qilgan. Bumu bir paketda bizga. Bu muzeyda emas, onunga yoygan bu ishni. Endi buni bak shu vaqtda tafsili deyolmaydi. Shunda bir narsa tepishdi desa, Jungo azaldan ko'p millatlik rayon, hamma madaniyat ichkiridan kelgan deganni isbotlag'ili bo'lmaydi. Shunga shuning qarshi turadigan narsani o'tirib qo'yishga yo'l qo'ymaydi. U shunda bo'lib kelgan. Buni endi oddiy odam deganni men shu vaqtda qandaqli bo'lmasin bir Xinjiang yoshlari degan jurnalga bir kichik bir xabar qilib xabar berib o'tgan. Shu endi paket endi shu vaqtda. Shuningdan keyin men bu ahvollarni eslab, shu chatga chiqqandan keyin shu 2012-yildan keyin buni yozib chiqdim. Yozib chiqib Google'da e'lon qilib qo'ydim. Buni endi Uyg'urlarning o'qishini, o'qib ko'rishini, bu ajdodiga ega chiqishini men tavsiya qilaman. Ya buni albatta o'qiymiz inshaalloh, ammo bu yerdagi masala bu chet eldagi ma'rif sohasiga shu sizlar o'tirib qo'ygan shu masalalarni kirgizgili bo'lamdi. Ya'ni bu bo'lab tarix bakkin yomonkan. Shu odami degan bu tarixni shu o'qish masalasi ilibba degan nimalar chiqyotdi masalan, ilibba. Buningga shundoq bak kuchliq tarix hamda bu kirgizgili bo'lamdi. Menimcha bo'lganda bo'ladi. Chunki bu tepilgan vaqti, uning shu muzeyda saqlanayotdi. Hozir hamda elib etmagan bo'lsa, buzib etmagan bo'lsa, uni bir qatim dunyoga men hozir bilasiz, bunday narsa bor. Shunlashqa buni endi mening tavsiya qilishim
bir o'qib yurib, o'sha ajdodiga bir Uyg'urlar ega chiqsa, yana birisi bolalarning darsli kitoblarga Atish odami degan bir bizning ajdodimiz, bunun 30 ming yil burungi ajdodimiz bor degan narsani kirgizsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Agar ishonmasa, paktini qo'ysa, bu emas deydiganlar chiqsa, bizlarni munozir qilsak bo'ladi. Bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Mana bir qarindishimiz Nahmaydan telefon qilibdi, so'zni anglab boqili. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum Hüseyin efendi. Va alaykum assalom. Efendi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovozingiz yaxshi kelyapti. Bir fikrimni dedim, shuna qarab Qur'on karim o'zbekimizni bersa, men anlayapman. Bizdan qilolami qilolmasin deb men tortishyapsizlar. Uyg'ur degan bu millat Xitoy bizniki deb bizning narsalarni qiladigan bunday bir millat emas. Biz boshqa o'zimizning tarixini yaxshi bilishimiz kerak. Tekli makan deganimizningki, endi shu Qur'oni Karimda mening o'zimdan o'rganganlarda 17 ming yil burun yoki 27 ming yil burun shu Qur'oni Karimdagi bizning Uyg'urlar shu diyordagi hozir tekli makanda yashayotgan shaharda butun dunyoni besib olgan, ham o'zini firavindek Allah'ını tulamaydigan darajaga berib ketganligi uchun bir balo yapetgan. Bir qavm Qur'oni Karimda o'tganlardan birisi bu. Allah Taala Qur'on nim qilgandek ashani bes qum bilan kun o'tkazgan shaharni. Hammasi adamlar ashuna ishida hozir. Va biz qilib qolgan Uyg'urlar va tüp tarafdagi Tartog'dan, Pamir tog'idan, Atosh, Qashqa, Aqsu degan hammasi tüp tarafga biz saqlagan. Uning qolgan hammasi bizning Uyg'urlar ashuna tegidi hozir teknomakandan kun o'tgan. Ondan keyin şu bizning madaniyatimiz demek Uyg'urlar madaniyati bir de biz bek kuchli bir millat. Ya'ni biz shu 1300-yili Timur bütün dünyani besib olgan zaten Türkiye kimikaga biz undan keyin chekinishga maqdi bizning Uyg'urlar. Biz bir Uyg'urlar ben müddet tek makan tegib ko'milib ketgidek dunyoning Amerika masalan hozirgi Xitoyninki Xitoy demayman, Xitoy zaten 1911-yili hokimiyatni qo'lga oldi. Ondan burungi shu Mo'g'ullar burun Manjular, hozirgi Beijingdagi Yixanmu, Arxanmu, Gugu hammasini biz Uyg'urlik qilgan. Biz u atrof bizga beqinolab o'tgan bir to'proq, u Xitoydagi ya hozirgi Jungodagi ya. Bizning Uyg'urlar butun tamoyilni hammamizni biz kontrol qilib bo'ldik. Bu rayonniki hozirgi Jungo degan rayonniki. Hatta bu 8 devlet kelgan 1870-yilgacha bu yerda 2 kunda urush qilgan bizning Uyg'ur askarlar 8 devlet armiyasiga. Ya'ni Xitoy buni bizni biladi. Ya'ni yana qilsak masala siyosat ketib bordi. Bizning hozir Uyg'urning lagerga akkirilib bunda zulm qilishi Xitoyniki. Ash tarixi bizni kuchliqimizni bilgachga bizni Yahudilik o'qishi, Yahudi demaydan qilish uchun Uyg'ur demaydan qilish uchun siyosat olib beryapti ishkizini yağı. Shu bizden çıkan medeniyetimizni Xitoylarmanda mening deb yo'q qo'yilgan bir millat emas. Hozir 45 milyon bu Uyg'ur var. Sharq Turkistonda yashayotgan. Shu men biraz bir şey askarchilikda kirdim aralığa. Allah rahmet sizga, Allah razı olsun. Rahmet, Allah razı olsun. Sizning izohatlaringizni aldım. Bunun ba'zilarini men anglamagan gapkan. Ben siz degan yo'l bilan izlab, ben Qur'oni Karimdan shu ushurlarni izlab topay, boshqa tarix kitoblarini yana ko'rib, siz degan shu ushurlarni yana bir izlab topay. Men bu kitobda deyilgan gaplarga ishinaman, buni asos qilaman. Eng muhimi yer ostidan chiqqan asari atiqini asas qiladigan bundaq arxeologiya bilan shug'ullanan odam. Shunlashqa men bu yerda butun shu yer ostidan topilgan asari atiqlarni ko'rsatyapman. Shu asosda pakt ko'rsatyapman. Men mush faktlarni obdan anlab beqishinglarni tavsiya qilaman. Buningga qarshi fikringlar bo'lsa, emas deydigan yana
bu alçı adamı yok, bunda adam var deydigan başka bir faktinglar bolsa, bir kimning bolsa oturup koysa buludu. Ben karşı fikrini kabul kılıman. Allah razı olsun. Sizin ayeti yaxşı fikirlerini verdiniz, uçurlarını verdiniz, ben onu izlenip görümen. Allah razı olsun Qurbanka. Yani sizlar bu to'g'risida masalan shuni tarix kitoblarimizga yoki ilibba kitoblarimiz kirgizish masalasi to'g'risida bu ilibbalarni yozayotgan yoki chiqarayotgan yoki Uyg'ur akademiyasi qatorliq bunday o'rinlar bilan so'zlashmoqlimi? Yani ben bir kimge mening kitobimni ilibbaga kirgizinglar deb ashunday qilsam toza muvofiq bo'lamdi bo'lmamdi. Yani shular agar o'qigan bo'lsa, o'qib ko'rib, mana bizning tariximizdagi muhim narsa ekan, buni kirgizsak bo'ldi ekan deb shundoq bir tonishga kelsa, albatta bo'ladi endi. Uni qarshi olaman. Ammo men mani kirgizinglar deb yursam, birisi birimi deyli. Shunday yezib qo'ydim. Ama şundan koşulmaydıqanlı bolsa qarşı olaman. Qoşulsanglar, buni endi tarix o'rnida muomala qilinglar demekçi. Allah razı olsun, rahmet. Xo'sh. Endi bu keyingi zamanda chiqqan Teklamakanning ostidagi xalliqlarimiz to'g'risida to'xtalib beramlar. Xalliqlar, begliklar, sulolalar, yani şunun kömülep ketken Teklamakanning ostiga kömülep ketken taxtlarimiz yani hisobda. Çünkü temininki bir qismi bo'lgan. Mislan men hozir da'vat qildim butunlay 1860-yillardan tortib shu Sunjungsan davrigacha bo'lgan orliqda chet el ekspeditsiyachilari Tarım Vadisi'ni tekşürgen ve tepilgan eser etiqler asası da süzle ben. Hoş. Şundaqla 1949 yıldan keyin Xitoy Xalq Cumhuriyeti arxeologları qazgan, qazib chiqqan narsalarni asosida so'zlayapman. Endi men bu yerda qaysi bir xalqning taxtini tapqan narsa yo'q. Xitoydaydi G'arbiy rayon qo'riqchilik mahkamasi bugurditti shahar bor deydi. U og'izda devogan gapman yo'q deb bir qitimliq suhbatda degan etdim. Necha kundan keyin Gomeri bor degan gazetda maqola e'lon qilib, "Ras bundan ilgari bu joyni tepilmagan. Biz hazır yeni qaytadan arxeologiya atriti avatdik. Buni tep chiqimiz, yeni bugurda bekitimiz deb ashkesda e'lon qildi. Demak, mening gapimga inkas qaytirdi. Bir davlatning bir cho'ng gezda inkas qaytirdi. Endi o'shunda bo'ldi. Mening demoqchi bo'lganim bu yerda ta hozirgacha qazib chiqilgan biror shahar xarobisi nihoyat mukammal Palanın paytaxtı deydigan narsa bo'lmadi. Bu 49 yildan keyin nima qizildi desa, nerede bir dachan tepildi, Xitoycha dachan tepildimi? Hammasi o'zlari topgan narsa bu, o'zlari chechib qo'ygan. Haligi ochliq iskiloti deydigan tamg'ular tepildi. Hammasi tamg'uydigan odam o'zi berib tepkelgan gap. Bu narsalarni men dedim. Endi demoqchi bo'lganim, shu biz bu tarixning ichidagi qadimgi shaharlarning qizilg'ini nayt az, qizib tepilg'ini. Masalan, Xotandagi Oqsipil deydigan bir shahar bor, nayt katta shahar. Turpandagi Qo'jo deydigan shahar bor. Shunday shaharlar qizib tepildi. Bu hammasi bundan qachon yasalganlığı, bir yerde kimyasallığı, bu narsa aniq. Bununla nurgun bormalaş var, yalğancılık var. Yalğancılıkni chiqarib olsak bo'ldi. Bizning qo'limizda gazet bo'lsa, radio bo'lsa,
TV bo'lsa, biz Xitoy bilan nima deb so'zlasha olamiz. Hmm. Hozir bizda yo'q. Xitoyning degan. Hmm. Agar sen uningga ma'qul demasang, seni jinoyatga mahkum qiladi. Gapni qilolmaysa, shu ahvol shu endi. Bunda ahvol aslida biz topa olgan, biladigan madaniyatkorliklarimizni obdan tunib olishimiz kerak. Shuni tushunishimiz kerak. Men hozir shuni deyapman. Birisi oldida otish odamman dedim. Buningdan keyingi madaniyatlar bor. Xil ko'p. Masalan, Kroran u qanday ishdi? O'sha narsalarni hammani bir-birlab tunishtirmoqchi. Yani resim bilan, şu o'rni bilan, şu joyning yenisi bilan bor. Bo'ladi. Men ikkirangi chiqarib bersam, shuni shu Kroran to'g'riliqni bir to'xtalib baqsaq bo'lamdi. Men endi mana shu bir-birlab kelay. Men hozir otish odamini sizlar bir chiqarib qo'ysizlar. 3 rasm bor. Uningda 7, 8, 9-chi. Ashuni chiqarib qo'ysizlar, shuningda bor. Ustidagi sizma u shu otish odami degan shu toshning qo'lda sizib, shu santimetr, metrlab to'g'ri santimetrlari aniq bo'lgan qog'ozga sizib chiqilgan shakli. Ma ikkinchi rasm bu Misronim torbetida e'lon qilingan. Shu eng oxirida shu boshsumak qaytadan asli keltirilib muzeyda qo'yilgan shakl. Aniki 3-chi rasm bor. Bu 3-chi rasm nima rasm desa, o Bejin maymun adamining boshsuğunki. Anınglar o'xshamaydi. Ma 3-chisi bu maymunning boshsuğunki. Ikkinchisi bu odamning boshsuğunki. Shunlashqa men o Bejin adami deganni Bejin maymunlari deyman. Endi bu shuni selishtirish uchun men 3-chi rasmni qo'yib qo'ydim. Bunu shu Bejin maymunlarining boshsuğunki deb qo'yib qo'ygan. U odam so'ngki emas u. Maymunning so'ngki. Maymunning so'ngki. Endi men bu ham sizlab o'tdim, tanishtirib o'tdim shu Uyg'ur tarixi nereden başlangan? Teklimakandan başlangan. Bu yerde kim yaşaydı? Miladın ilgiri 23-den tartib 200-nji bo'lgan oralıqda yazılgan Xitoycha tarix xotirlarda bu yurtlar, bu yerdagi davlatlar hammasi Ulloh qaraydi degan buni men pokit qildim. Bu Xitoycha yazılgan tarixlarda aytilgan gap. Yani bu şu Xannamının 96-cı nemisi cildi. Şununda kızıl sızık boğan yerler şu yerde neçe devlet var, o kimdi qaraydı diyen bayanlar şu battı var. Bu 11-ci resim. Yani biz yani tüvenini assak 12-ci resimini asılar. Onun da iki narsa var. Birisi bir yağaç kuta. Birisi mis aynak. Yağaç kutuga sizligini böğrünün obrazı. O endi kızı bir narsani yeyotgan bir böğrünün obrazı. Bu nemide bu mis aynaki sizligini mi böğrünün obrazı. Bu mis aynak 1987-yili Xo'shdan topilgan. Bunun yıl devri miladın ilgiri 800-ci yıl. Miladın ilgiri 8-ci asır.
Bu yağaç kuta 96 yılı Çerçen'den Zağulluq'tan tepilgan. Bunun yıl devri miladın burun 500. yıllar. Miladın burun 5. asır. Bu bu hemisi karbon 14 bilen ölçeş arkalık çıkan san. Bu san süpürla işeşlik. Yani bu nimini bildirdi o desek, bu şu tarım vadisinden tepilgan narsa hemisi, şu Teklemakan'ın etrafındaki her qaysi şehirlerden tepilgan. Demek bu şu Teklemakan'da yaşaydigan qadimki xalqlar böğrüge bo'lgan bir xil cho'qinish, böğrü totimi bo'lganligini isbotlaydi. Uyg'urlarning böğrü totimi bor deymiz emasmi? Shu bu yerda miladdan ilgari 5. asrda böğrü totimi bor. Miladdan ilgari 8. asrda yana shu böğrü shakli tushirilgan mis aynak bor. Bu mu bir xil bir asar atiqa. O'sha asar atiqlarni har holda saqlab qilib, shuningga berilgan izohatni darsliklarda deb qo'ysa, yaxshi bo'ldi deb qarayman. Endi men maktabda o'qigan vaqtda, arxeologiya o'qiganda bizning muallimlarimiz shunday deb so'zlaydi. Miladi 840 yıldan burun tarım vadisinde Uygur yok deb so'zlaydi. Men shunda o'qigan, shunda tushungan, shunda bilgan. Men o'qish bitirib Ürümchida muzey xizmatga taqsim qilingandan keyin bu yerda asorat ko'rdim. Bu turpandan tepilgan bir asaratiqning rasmi. Buningda kishi degan xiti bor, shunday tartib bitiklar. Bunun yıl devri şu miladi 480. yıl. Yani bu nayet eniq narsa. Şu qavrinin içinde Xitoycha yıl nomi bor. O'sha qavri manchinchi yili shunga adam qo'yilgan deydigan xat bor. Demak, buningdan qaraganda shu qavrdan chiqqan shu tarsha shu davrda qo'yilgan. Onundan keyin bu qavrini echib endi akirib qo'ymaydi bir kim. Demak, buningdan ma'lumki Xitoy miladi 840 yildan burun tarım vadisida Uyg'ur yo'q edi, Uyg'urcha xat yo'q edi, Uyg'urcha gap yo'q edi, Uyg'ur millati yo'q edi degan gap yo'qdi deb o'qitgan bizni. Moyada chiqishicha endi miladi 480 yillarda allaqachon Uyg'urcha yoziq bor. Bu yoziq So'g'di yoziqi asosida isloh qilingan Uyg'ur yoziqi degan yoziq shu. Buningda kishi degan xat bor. Kishi degan odam degan gap, xotin kishi degan gap, malay degan ma'noni bildiradi. Demak, bu odam, xotin, malay degan ma'noni bildiradi. Mushundaq xat yozilgan tarjimlar chiqqan. Bu endi bir shaman dini bilan munosabatlik. Buning nimalarini biz bu yerda tafsiliy so'zlab bo'lmaymiz. Yani onundan keyinki resim hem de 15. resim, 16. resim Kroran Güzeli. Bu Kroran Güzeli. Şu bir yerde iki resim var. Birisi
birisi şu toğraqdan uyulgan ceset sandıqida yatqan bir güzel yaş çokanның resmi, şekli, cesedi. Yeni birisi o çokanını elip ayağı koygan. Şu vaqtlarda to'qilgan yerlik gilem. Şu gilemge yatqızıp koygan resim. Bu endisi şu Kroran Güzeli'nin resmi. O Kroran Güzeli degenimiz ne? 1934 yılı Şvetsiyalik arkeolog Brokelman Kichik Daryo deb atiladigan bir Loknerning şu Lokner Külü'nün bo'yidagi bir qumliqdan topgan. Bununla Kroran Güzeli deb nom bergan. O Kroran Güzeli deb nom bergan kishi Şvetsiyalik arkeolog Brokelman. Bunun yıl devrini bunundan 3000 yıl burun deb bekitgan. Uningdan keyin Svinxadin shu joydan yana birini topdi. Unimi Kroran Güzeli deb atadi. 1979 yılı Altınraylık Muzeyining arxeologiya atriti yana birini topdi. Men o vaqtda Bejinda o'qiyotgandim, o qizish qatnashammagan. Bunun yıl devrini 3800 yıldan 6400 yılgacha deb bekitdi. Bu hemisi şunun etrafından çıkan yoğun tokulmalar, belki deldirakның yupurmakları, kovzakları, aşağı şundak nesle arkalık karbon öndetmeden ölçep eniqlab çıkılgan. Bu Xalq Gezitining 81 yıl 2. ayının 17. günlük sanı da elan kılıngan. Ürünü degan gezitde elan kılıngan san. Bunu Xitoy yeni olamaydı. Bu endi 17. resim şu vaqtda şu yerden tepilgan şu Kroran Güzeli deydigan aşında cesetler tepilgan joy ve şunun nemeleri şu toğraq tuyağısıdan uyup yasalgan ceset sandıkları. Yani 18. resim şu Kroran Güzeli çıkan şu tepilgan qumluqdaki bir konser harabısı. Hem de 19. resimde bir içivesle. Bunun da bir adam obrazı var. Kanatlık adam. Bu nereden tepilgan? Bu Mirendin tepilgan. Çakılıqның Mirendin. Bunu Svinxadin Stein şu miladi 1. asırga to'g'ri keladi deb qilgan bu bir tam resim. Bunun da adam obrazı var. Bu Çakılık Miren şu Kroran devletiga tava joy. Bunundan şu miladi 1. asırda tamgı sızılgan bu adam obrazından qaraganda şu vaqtdagi Kroran adamlarının şekli hoşuna o'xshaydi. Men bu ikkiramni sizlarga nimaga ochganligim uchun suratni biroz qaytib bu sizlar so'zlab bo'lgandan keyin andan surat ikkiramga chiqib o'tadi. Herhalde internetniki. Buni ko'rurmanlarimiz to'g'ri ko'rib olsa bo'ladi. Va suratlar biroz astroq almashib chiqib o'tadi ikkiramga. Men mayal chiqarib qo'ygan shu qanotli odamning rasmi shu miladi 1. asrdagi tam surat Mirandin tepilgan. Mushu obrazni biz Kroran odamlarining şu vaqtdagi shakli deb qaray olamiz. Şu vaqt shakli shunday. Men shunday rasmlarni to'pladim. Xotandan Kuchagacha, Qashqargacha bo'lgan orliqdagi odamlarning shakli qandaqdi? Turpandagilarning qandaqdi? Şu davrda sizilgan resim şu davrda kimxapqa biz chiqilgan osmi resim.
Şunda resimlerini topladım. Ben bir yerde hemine elan kılamayla. Ben keyin şu Facebook'ta şu resimlerini elan kılışım mümkün. İnşallah. Hem bir yerde 20. resim. Bunun da hem de şu yukarıda biz eğitip ötken yerde nurgun adamlar çıktı. Kroranlıklarının çıktı. Bularının birbirligini, bazılarını çetellikle çetelge ep ketken. Şu vaxtki Manju sulalısının əməldarlarına pul verip altını setilip ketken. Ular hiç kaçan özü kirip bulanışlık kılgan emas. Ular vize elip kirgen. Şu vaxtda tədqiqat qiymetine ait yukarı degen nəslərini yani setip bizgisi bulur da göçürün altını setip bergen ular şuna eketken nəslə var. Eğer şu nəslə ep bitilmegen bolsa bizning tariximiz dunyoga tunulmaydi. İşte hep kalatdı. Endi bu çetellikle elan kılgan şu DNA alametleri var ya şu kroralıklarının DNA alametleri. Bununda şu krorandan tepilgan şu mumyalarının şu cesetlerinin DNA alametleri 5'te 6% Cenubi Asyalıklarının DNA alametleri var. Kafkazlıklarının 53% DNA alametleri okşaydığımızın olan. Garbi Cenubi Asyalıklarının aran 8% okşaydı. Şimali Amerika ve Şimali Kutup bu yerden tepilgan adam emreşkilerinin DNA alametleri bilen bu kroralıklarının DNA alametleri 2% okşaydı. %2% okşaydı. Kalan Sibiryalikler var, yani Otur Denizler var, Şimali Avrupalıklarının 30% okşaydı. Demek bir yerde Xitay tarafının bilen okşaydığını az. Çünkü bu Otur'da nurgun badikeldi boğan Sediçinin işini bu Teklemakan'ın yaşadığı adamlarını sorap bakkan şu cereyanda nurgun kan almış boğan şu fakitler asasında etkanda bu kloran tepilgan şu mumyalarının yenisi köp sanlı egenleydi. Mesela 50%'ne Kafkazlıklarının Kafkazlık degen aktenlikler egen. Şu Şimali Avrupalıklarınkiga yakın. Yani bu klorandan tepilgan şu mumyalarının DNA alametleri bilen hazırki zaman Uygurlarının DNA alametlerine ait yakın. Klorandan tepilgan mumyalar bilen hazırki Uygurlarının DNA alametlerini ikisini koşkanda bununla Türkiye'deki Türklerine yakın. Özbeklerine yakın. Bu hem de ten ispatlıgan nerse. Hem de ben bu uçurlarımız naklı bir bir eğitip ötüşüne halıdan. Hem de bir yerde bu sizlar Türkiye Türklerge bu to'g'risida bir ma'lumot bormi? Berdim. Ular itiraf qildi. Bir yerde bir Kafkazlık degan gap bor. Buni endi İngilizce'de Caucasian deydi. Buni Kafkazlık deymiz. Bu yoqda azroq bir izohat berish to'g'ri. Xo'sh. Bu Kafkazlık degan bir xil qadimgi odam tipini bildirdi. Bu 1785-yili German feylasufı Kristof Mayneris insanlarni oqtenlik, seriqtenlik, qortenlik yani Kafkaz, Mongol, Niger tipida
üç tipga ayırıp tadqiq qilgan. Türklerni bu üçünün qaysi biriga ayirish nihoyat qiyin bo'lib, oxir ularni turanilar deb atagan. Shu zaminda turadiganlar deb atagan. Bu endi shu German filosofi Christoph Meinersning ko'z qarashi. Yani onun DNA şu kan tipini aniqlash orqali isbotlangan vaqtda şu Kavkazlıklar deganimiz aqtanliklar. Bu şu Koran tepilgan mumiyalar bilan Uyg'urlarning DNA alomatlari ashunga o'xshaydi. Yani bu endi isbotlangan narsa. Ben bunu bir yerden tepalamagan. Bununla endi bazılar erekka o'xshaydi deb turoldiganlar var. Bunu ölçet mi ko'rsa, tekshirib ko'rsa o'xshamaydi. Bizning dinimiz o'xshagan bilan. Endi bu yerda biz tuvanda bir nimalarni ko'rsataylik. Bu yerda Türkistan degan ismning paydo bo'lgan vaqtda bu vaqtda bir material var. Hüccet var. Xitoy hükümeti Uyg'ur yurtlarini Şinjan deb ataydi. Şinjan degan yangi chegara degan gap. Uyg'urlar bo'lsa Turkiston yoki Uyg'uriston deb ataydi. Endi arxeologiya uchurlaridan qaraganda Turkiston degan nom milodi 639-yil yozilgan bir so'g'dichi hujjati bor. Turpandan topilgan. Turkiston degan ism bor. Demak, Turkiston degan ismning tarixi nihoyat uzun. Biz qo'limizda bor isbot o'sha milodi 639-yili so'g'dichi yozilgan bir hujjatda Turkiston degan ism bor. Turpandan topilgan. Türkiston degan ism bilan Uyg'uriston degan ismning o'rtasidagi tarixiy farqni deb bakamla. Hemen bunu hozir deyende. Endi şu Türkiston degan ismni şu Uyg'urlar, Türkler, Qozog'lar, Qirg'izlar, O'zbeklar, shular hamisi Turkiston degan ismni biladi. Şu dairede bo'lgan bular hamisi burun. Endi Xitoycha Şinjan degan nom milodi 1757-yili İli Derya vadisidagi İli Deryası bo'yidagi bir Gadantog degan bir tog'dan boshlandi. Bu shu Manju askarlari shu tog'da turadigan uyratlarni, jang'irlarni bu yerdan qo'zg'ab o'tgandan keyin, o'shani hujum tortib olgandan keyin bu joyga shu yangi chegara deb o'zlari otib olgan. Ama buni hech qanday Manju xonligining xonlik hujjatlaridan ko'mdim. Bu xon tasdiqlagan undaq degan gaplar bor. Xitoy tarixchilari bu Manju xonligining xonlik o'rtasida tasdiqlangan hujjat bor deydi. U hujjatni agar bo'lsa Allohdan ko'zib turibdi. Unda hujjat yo'q, bular og'izda deyotgan gap. Endi Uyg'uriston degan masalaga kelsak, 1933-yili bir maslahat bo'lgan Qashqarda. Bu quradigan davlatning ismini Turkiston deymizmi, Uyg'uriston deymizmi deydigan maslahat bo'lgan. Bu endi qushog'liq qo'zg'olonchilarning boshlig'i, qo'mondoni Timur Ali, Timur Sijan degan shu. Timur Ali
oturup koygan. Şu vakta hatta Uyg'uriston Cumhuriyeti Zerbi Kaşgar, yani Uyg'uriston Cumhuriyeti Qashqarda so'qildi deydigan dacham pullarni taqtilgan. Shu vaqtda shunday maslahat bo'lgan. Ondan keyin 50-ci yillarda şu Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin ismi Şinjan degenge almashtirilgandan keyin, bu bitim tüzülüp almashtirilgandan keyin, şu vaqtda nemeden 50-ci yillarda merkezden bir Xitoy Merkezi Komitetden bir pishirilish nusxasi ketgan bizning vatanimizga. Bu endi Uyg'ur Abdunum rayon qurunuzmu ya nima qurunuz bu şahta fikir beringlar. Şu vaqtda bir maslahat bo'lgan ekan. Şu 51-chilar yig'ini degan shuningda bo'lgan maslahat. Shular şu vaqtda Uyg'uriston qurish to'g'riliq maslahat kelib, shuni yo'llagan ekan. Shuningdan keyin Wang Junna açıqlab ketib, onda gap bo'lmaydi. Buni men ağanzımın bu. Hiç kimnin hakkı yok. Dep bu işini buzub etip, şu bo'lmagan. Demek Uyg'uriston qurish haqida maslahat bo'lgan 33-ci yillarda. Bu Timur Ali başçılığında. Kuşağılık qo'zg'olonchilarning qo'mondoni Timur Ali başçılığında. Andikin 50-ci yillarda yana neni qurish kerak? Abdunum rayonmi, neni bo'lish kerak degan to'g'riliq maslahat olgan 51 mutaxassis fikri kelib, Uyg'uriston qurish to'g'riliq taklif bergan. Uni Xitoy qabul qilmagan. Endi Türkiston degan nom bor, Uyg'uriston degan bu nom maslahat bo'lgan. Hatto uning pakitimi bor, masalan, Uyg'uriston Cumhuriyeti Zerbi Kaşgar, Qashqarda so'qildi deydigan nimalarmi bor? Yarmoqlarmi bor Qashqarda? Bu tepilgan narsa. Endi buni biz qurildi deyamaymiz. Shuningdan keyin Mehmet Emin Bug'ra nimadan vatandan askar tortib kelib, her taraf birlikte maslahatlashib Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilgan. Demek Uyg'uriston degan bir davlat qurilmagan, maslahat bo'lgan. Ajna bir qancha qatim bo'lgan. Bu endi men ko'rgan ushurlar shunchalik. Endi mana bu Şinjan degan gap abiyam dedim 1757-yilda shu İli-Daryo vodisidagi bir taqqa joylashib olgan jo'ng'orlarni qo'g'ilgandan keyin shu yerga bir nima tikilgan. Bu 25-ci rasmda shunday bir nima bor. Shu betikning ismi bor. Shu tikilgan. Uning da aytilishicha, buningda 4 xil yozuq bor. Xitoycha, Mo'ng'ulcha, Tibetcha, Manjurcha. Mushu yozuqning Manjurchisini Chenlongxon shu o'zi yozgan degan gaplar bor. Rasmiy yolg'onmi? Bu aniq emas. Endi Xitoy yozuvchilarining aytishicha, mushu betikda, mushu Mangutashda Şinjan degan ism bor deydi. Ammo men tekshirib ko'rdim, uning Xitoysini tekshirdim, Mo'ng'ulchisini bildiganlardan Mo'ng'ulchisini o'qitib tekshirdim. Buningda Şinjan deydigan bir so'z yo'q. Demak, Şinjan degan gap ular o'zlari og'iz deb olgan gap. Bu yolg'on. Ani ma'vo bir dachanning rasmi. Qashqarda tepilgan. Islam Uyg'uriston Cumhuriyeti Milleti İslamiye. Zerbi Kaşgar. degan bu xat yozilgan, shunday xat besilgan dachan yormoq. Yani bu şu vaqtda demek bu cemiyet tarqalgan pul. Uyg'uriston puli ham.
Ama bu devletning qurilganligi to'g'riliq bizda hech qanday fakit yo'q. Maslahat bo'lgan, shunda amaliyotmi bo'lgan. Endi men tuvanda shu 28, 29 shu rasmlarga qarasak, aşağıda bir tamgılar var. Bu tamgı Xitaylar intayin muhim deydi. Ezelden Cungo'nun zemini işgalliginin paketi deb ko'rsatadigan tamgılarning birisi. Ben bu tamgının ahvali to'g'riliq bir azroq biray uçur yetkazay. Ürümçideki bu Uyghur Abdum Rayonluq muzeyda bir neçtal qadimki tamgı var. Birisi Han sulalısıga teslim bo'lgan changlarning boshlig'i deb deydigan xitva tamgı. Yeni biri Açlık iskilati deydigan tamgı. Muşunda tamgıdan yeni bir işkisi var. Muş tamgılarni Xitoy tarixchilari azaldan Xitoyning zemini ekanligini isbot etdi. Endi bu tamg'ini nereden topgan, qachon bir arxeologiyaning qoidasi bo'ldi. Bir yerga borganda shu joyning rasmini oladi. Undan keyin bir joyni qazganda qazish jarayonini rasmga oladi. Andaki shu yerdan chiqqanda chiqqan yerning rasmini oladi. Shuni kim topganligi shuning rasmini oladi. Ama bunda hech qanday nima yo'q. Buni kim topgan desa, Abdum Rayonluq muzeyining muavin boshlig'i var. Bu adam asli Şiyanda tam qo'yadigan bir ustamning o'g'li ekan. Azaldan shu Şiyanda tam qo'yib jon boqqan. Endi bu muzeyga taklif qilinib kelgan, muavin muzey boshlig'i bo'lgan. Bu endi patpatli o'zi yolg'iz ketib bir yerdan tamg'ularni tepkiladi. Bu tamg'ularning hammasini shu bir odam topgan. Bu muzeyda hech kim tamg'u topolmagan. Tamg'u masalasi desa, topgan deb deydi hammasi. Bu endi bir maxfiyat emas. Buni oshkor narsa. Muzeydagilar hammasi biladi. Yani bu adamni bu vaqtchilik Xitoycha torlardan topqili bo'ladi. Shu Beydo deganlarni alohida odam deb topqili bo'ladi. O'sha 2012-yili men o'sha asoratga to'g'riliq bir narsalarni deb tamg'u yolg'on deb uning ismini o'tirib qo'ygandan keyin hozir Li uchun deb yozsa tordan tepilmaydi bu odamning ismi. Bu odamning nemisimi tepilmaydi. Tercümalimi tepilmaydi. Endi bu ish shunday ish. Endi buni muzeydagilar hammasi biladi. Tamg'uning hammasini o'sha odam topgan. O'zi tamg'uydigan odam. Bu narsa endi gumonliq. Bu tamg'ini bağlaşda kim bağlaydı hem de onun jilnamisi, tarihi arx görünüşünü bağlaydiganlar kimler hem de? Buni aşı adam o'zi muzeyning muavin boshlig'i bo'lgan ekan, u maqolani bir yerga e'lon qildi. U Ürümchida e'lon qilmaydi, u ishkirdi bir yerda yoki qaysi bir o'lkada tazna tonish bo'lgan bir o'lkalarda e'lon qildi o'sha odam o'zining nomidan. Shuning bilan asosda bu muzeyga keldi bu falani bunda e'lon qildi. Uning nega borganligini, indep yozganligini muzeydagilar bilmaydi. Aşıdan o'zi yozdi.
Demek Yani Xitay bu bir sır emas. Muzeydekiler hemiz bildiğin öyle. Muş tamgılar hemiz gumanlık. Demek Xitay Şarkı Türkistan'ını dünya hata tunutuşta Şarkı Türkistan'ını besiliş için yıl neyranları zaten bütün umumni öz içiga alganken de bütün sahelerini. Şundak. Men şunu demekçi, şunu ispatlamakçı. Mesela yukarıda aytib öttim. Açlık iskilatı degan bir tamgıva. Yok, muş tamgılar hemisi Xitaycha. Xitaycha tamgı. Bunu endi şu tamgı uyduğan adam öz tepkigen. Alaqı G'arbiy rayon qo'riqchilik mahkamasi degan bögürdü bor deydi. Uningmi shular o'zlari deydi, ammo uning o'rni yo'q, tepilmadi. Men muzeyga kelgandan keyin G'arbiy rayon qo'riqchilik mahkamasini isbotlash vazifasini menga bergan, menga rasmiy topshirgan. Shu vaqtda pul ajratgan, mashina ajratgan, men bir işki adam bilen billa Turpan'ın Xanqura degan tagiga berib, shu tog'dan boshlab tekshirgan. Tekshirib, shu Taklamakanning shimol tarafidagi shu rayonlarda shu jep kiraligichilik joyining hammasiga borgan. Birdan bir shu tekshirib, oxirida men nima yozgan, dokument yozgan. O dokumentimda degan bu G'arbiy rayon qo'riqchilik mahkamasi degan bir organni men topolmadim. Ko'rinmadi, menga uchirmadi. Ama bu yozma ba'zi bir xotirlarda bor ekan, ba'zilarning aytishicha bu yozma xotirlarda debdi. G'arbiy rayon qo'riqchilik mahkamasi degan harbiylarga ergishib mangadigan bir organ deb yezibdi. Shundan qaraganda bu G'arbiy rayon qo'riqchilik mahkamasi degan bu organning hech qanday izi yo'q. Bir yerda turgan, bir yerda qurilgan organ emas. Deb shu Xitoycha yozilgan shu xotirning o'zidan stat elib, naql elib yo'llab bergan. Demak, shundan keyin G'arbiy rayon qo'riqchilik mahkamasini topmadimi, boshqalarmi topilman deb yurmadi. Çünkü ben paketini aytmak, yazımını tartib, hemen yazıp, dokumentini ben bergen. Bana topshirgan, ben bunu topamagan. Ameliyat yok. Bu hem şu Xitay ezelden bizning deyish uchun birisi aslında qo'riqchilik mahkamasi degan bir mahkama bor deydi. Alayda bor deydi. Ama onun o'rnini tapamaydı. Yok. Yani birisi birmuncha tamg'ular varmış shundoq. Qanchalar taslim bo'lgan changlarning boshlig'i deydigan tamg'ular. Mushta hammasi bir adam topgan. Bu tamg'uydigan adam. Çünkü bu tamg'ular hammasi gumonliq. Demek Xitoy ezelden deyish uchun mushundoq nayranlarni ko'tarib chiqdi. Ba'zilarini hammasini texi o'xshatanmayotdi. Agar o'xshatsa, naq bir min topsa allaqachon o'tirib qo'yatdi. Biz u yo'q deb bir narsani o'tirib qo'yapmiz. Shu nihoyat xatarlik, ya'ni o'shani o'tirib qo'yish. Ammo shu mening vaqtda deydiganim mushunchalik hamda bu yerda tuvanda hamda shu Tarim vodisida meydana çıkan keşfiyatlarını tanıştırıp edeyim. Şu Tarim Vadisi etrafında, şu etraftaki her kaysi Uygur yurtlarından tepilgan yüzdek kol yazma var, Hünerkes. Aşpezlik Risalesi, Şam yasaydıgan Risale, hatta Setraşlık Risalesi, Navay Risalesi, Tümürçi Risalesi, Ovçi Risalesi deydigan yüzdek hüner var.
Uşlarning bir qirqini ixcham qilib hammani jigil olmaydi. Buningda Qur'on oyatlari bor. Ularning hammani og'il olmaydi, o vaqtda nashr qilmaydi. Biz ashuni mushu ufqum bir yo'qolib ketmasin deb aran shu qirqni ratlab chiqib, qisqa ratlab e'lon qilgandik. Buni e'lon qilgandan keyin shu nashriyatdan, Qashqar nashriyatdan chiqmayla 2001-yili 5-oyning 14-kuni shu cho'ng kitob ko'ydirish murosimi için ko'ydirib etdi. Demak, Xitoy endi demoqchi bo'lgani bu hunar kesib, texnika hammasi ishkirdan kelgan. Bu risolarning hammasida faloni hunarning ustozlari, masalan 15-16 avlodchilik Türk ustozlarining ismi bor. Masalan faloni Kashgari, faloni Anjani, faloni Kabuli deydigan shundoq hammasi Uyg'ur hunarvan ustozlarning ismi bor buningda. Endi bizda shu hunar kasb taraqqiy qilgan. Mushundoq hunar kasblarning ichida endi o'sha matbaa texnikasi aldı bilan men matbaa texnikasini tanishtiray. Bu 31-resim. 31-resim bir osma resim, bu Xotanning sampuldan topilgan. Buning yil davri miloddan ilgari 300-yil, 3-asr. Endi bu yerda Xitoy tarixchilari Sun sulolasi davrida, ya'ni milodi 1041-yildan 48-yilga bo'lgan shu davr ichida o'tgan bir Bishing degan bir kishi matbaani kashf qilgan deydi. Bu Xitoyning 4 kashfiyoti degan kashfiyotning biri matbaa. Buni Xitoyning 4 kashfiyoti deb dunyoga tarqalgan, Xitoylarning deb cho'ng tilga oladi. Bu endi shu Bishing degan kishi kashf qilgan matbaa texnikasi. Endi bizning Uyg'urcha hunar texnika degan bu tema bo'yicha elib borgan selishtirma tadqiqotimiz orqali isbotlanishicha, Yaponiyalik arxeolog Otani efendi Turpan'dan hep ketken resimler var. Kimhap resim var. Bu hazır Dalyan şehrindeki Nuşun Muzeyi'de saklanmaktadır. Şu hep ketken kolu yazmalar içinde Toxtu matbaada besilgan qadimgi yozmalar bor. Yil davri milodi 5-asr. Xotanda milodidan burun qog'ozga besilgan toxtu matbaa texnikasi qo'llanilgan. Hamzak bilan gul bosgan sagazlar bor. Mataga gul bosgandan keyin uni sagaz deydi. Shundoq sagazlar bor. Bu niyidan topilgan. Hamzakni bosgan, gul bosgan. Endi u toxtiga uyulgan gul nusxalari. Şunun bir Ramazan, şu Gülvaskan, şu Matalaba. Bunun bazıları miladi 1. asırga təvə, bazıları miladi 9. asırga təvə. Demek bu Xitayda Bishing miladi 1041-yili matbaani ijod qildi degandan az deganda 1000 yıl burun tarmalisi allaqachon matbaa qo'llangan. Buni taxtayga uyib, qog'ozga bosgan, yaxkama gul bosgan, ashundaq nimalar bor. Asoratliklar bor. Endi biz shu 31-rasmga qaraydigan bo'lsak, shu bu bir kimxap. Bu kimxapga besilgan otning rasmi. Bir ot
bir at, bunun beşi adam. Uçup mana alaydıgan. Aşında bir atın resmi var tüpüde. Bu şu vaqt resim. Onun tüvenide nayet enik adam obrazı var. Kolunda bir neyzi var. Demek muşu resimler hemisi kimkapka besilgan resim. Metbaa teknikisi bilen besilgan resim. Abi ben Kroren'den, şu Miren'den tepilgan bir kanatlık adamın obrazını gösterip koydum arkasına. Mao yeni bir obraz. Mao Xotan'dan Kaşgargacha davamlaşkan şu rayonlar yaşayan adamların obrazı. Obraz. Endi 32. resimni qaraydigan bo'lsam, aşağıda bir ovchi o'qiyani keynigimi shunday yaxshi atgan, oldigimi shunday atgan, aşağıda o'g'lar atgan resimlar. Bu Turpandan tepilgan. Bu miladi 7. 8. asrlarga tava. Mushu resim kim xalqqa besilgan resim. Matbaada besilgan. Mushu matbaa texnikasi. Mushu resimdeki obraz mı? Turpanlıklarının obrazı. ...33. resim bu Xotan'da tepilgan. O taxtığı uyup tayarlangan bir hanımın, küçük balası var hanımın resmi. Bu resim taxtı matbaada besilgan, qog'ozga besilgan resim. Bu tepilgan yıl devri hemsine ait enik. Endi ben tövende qog'oz texnikasini kimden icad kılganlığı doğruluk bu paketini sözlep birey. Bu 35. resimde bir qog'oz var. 36. resimde bir yerge belge koyulgan xaritik o'xshash bir qog'oz var. Yani bu qog'ozni Xitoy tarixchilarining aytishicha, buni Han sulalasi davrida o'tgan Saylun ismli bir amaldor miladi 1005-yili keşif qilgan, Ujmi qo'ziqida keşif qilgan. Bu Xitoyning to'rtchon kashfiyotining biri deb aytilib kelyapti. Ama biz tarihi xatirlarni axtardik. Miladi 1860 yillarda boshlanib, Sunjungsan davrigachilik davom qilgan chet elliklarning Tarim vodisini qidirib qozgan shu materiallar ichida Germaniyaning bir ekspeditsiya atriti topgan qog'oz bor. Lobnurdan, Turpandan topgan qog'oz bor. U qog'oz onundan az deganda 100 yil burun Xitoyda ijod qilindi degan qog'ozning 100 yil burun. Buni shu Germaniyaning ekspeditsiya atritiga qatnashgan Junxamingo arxeologi Xongbi tepib ketgan. Bu adamning xizmati Germaniya ekspeditsiya atritiga mansub. Bu qog'ozni Germaniyaga ketgandan keyin Ikkinchi dunyo urushida bu qog'oz buzilib ketdi degan gap bor. Rasmiy olganni o'qimaymiz. Ammo shu vaqtda yozilgan materiallarda nihoyat aniq. Bu Xitoyda Han sulalasi davrida Saylun qog'oz ijod qildi degan qog'ozdan 100 yil burun. O Saylun ijod qildi degan qog'oz Ujmi qo'ziqida yasalgan qog'oz. Mao kendir qo'ziqida yasalgan qog'oz. Bunda qog'ozdan Ishki Mongoliyadan tepilganimi bor. Gansudan tepilganimi bor.
Ben bu paketlerini bizim neçə qatımlıq söhbət jarayonida şunun detallarını sözləb ötken. Şunun nisbeten bizning meşhur tarixchilarimizdan inkas geldi. Şu o depti qog'ozni Xitoy ijod qilgan depti. Fidoyi efendi onunla voy bu Uyg'urning ijodiyati degan narsani aytib aniq-ku hozir desa osmon qarab desa olmaydi, paketi bo'lishi kerak, bo'lishi kerak debdi. Men hamda bu efendini hurmat qilmasam bo'lmaydi, u doktorkan. Ben chiroylicha buni bir tushuntirib qo'yay. Xo'sh. Endi bu shunday odamdan bir bilik odam bor, ozroq odam bor. Ular bütün ömrüde başka milletin tilini şunday yaxshi o'rganadi. Şu millettek so'zlayalaydi, yozalaydi. Xitoychini mi shunday yaxshi o'rganadi, ammo Uyg'urchini o'rganolmaydi. Uyg'urchaga til kelmaydigan mana Uyg'urlar bor. Bu degan mushu odam shu Uyg'urchani so'zlayolmaydigan, o'zining ota-onasining tilini yaxshi o'rganolmagan bir odam. Bu odam ashula debdi. Endi uning doktor bo'lgandan keyin men uningga hurmat qilib, men chiroyliqcha yana bir tushuntirib qo'yay. Uyg'ur tushun desam bu baribir tushunmaydi. Uqmaydi. Uqsimi tushunmaydi. Men buni Xitoysin deb beray. O'ttiz yettinchi rasmda men uning Xitoycha izohatini chiqarib qo'ydim. O Xitoyda ijod qilindi, Ceylon ijod qildi degan qog'ozni Xitoychada Bajo qog'ozi deb ataydi. Shu yezib qo'ydim shuningani. Chiqarib qo'ydim. Endi shu Bajo qog'ozi degan shuni yozgan izohat Beydu to'rida yozilgan. Shu yaqinqi bir necha yil ichida Beydu to'riga chiqarib qo'yapti. Buni Xitoylar o'zi chiqarib qo'yapti. Bunun da aytishicha Ceylon qog'oz ijod qildi degan bu Jungoning qog'ozi dunyo bo'yicha eng burun ijod qilgan qog'oz deb deyilib kelmoqda. Amaliyotda buningdan burun ijod qilgan qog'oz bor. Lotnur, Turpanning tepilgan qog'oz bor. İçki Moğol'un tepilgini bor, Gansu'nun tepilgini bor deb shu Beydu to'rida Xitoycha yozibdi. Uyg'urchani bilmasa, men Xitoychani cho'qim biladi. Mana bir o'qib boqsin, ehtimol tushunib qolar. Endi biz Karizni tanishtiraylik. Buni Tarım Vadisi'deki Uygur ecdatlarının icadiyeti, keşfiyatı. Bu hem de 39. resim. Hem de Kariz teknikisi bu Uygur ecdatları yer astı su mol boğan Turpan'da. Turpan'ın yer astı suyuna ait mol. Tüpüde su yok. Kullanılan bir xil yeryüzündeki quduq qazib, yer astı suyunu yepiq eriq orqali yer yuziga boshlab chiqib, yer yuzidagi ziroatlarni, mevlarni, bog'larni ko'paytiradigan bir xil suv qurilishi. Bunday suv qurilishi Ironda bo'lgan. Mushu Karizni ironliklarmi Kariz deb ataydi. Ammo Ironda uzun davom qilmagan. Hazır Turpan'da 1700'den artık Kariz var. Bunun uzunluğu 5000 kilometreden artık. Bu hem de yerastı sediçin desek oldu. Bu nahayet zor kuruluş. Xitoy hükümeti bu texnikini Xan sulalası askerleri Turpan'a ekleyen deb izoh atmay shuni deyatıdı. O andaq emas deydigan Uyg'ur bir narsa yozmadi. Yazsımı çıkmaydı. Gezdi yok.
radyosu yok, TV'si yok, matbuatı yok. Matbaa erkinligidan mahrum qalgan millatning kuni mushunda qoladi. Aşı sening asar atiqlaringni, sening zaminingni, hamma nimangni o'zining qilsa, sen hech gap qilmaysan. Shunlashqa bu matbaa erkinligini nihoyatda qo'llash kerak. Yani bu kariz. Yani karizdan keyin endi bu 41. resim, 42. resim, buningda gilam bor. Yani gilam texnikasi xalqarodagi o'rtaq tushuncha bo'yicha aytganda, milodidan 5 asr burun Ironda qo'llanilgan. Uyg'ur tarixidagi hunar texnika degan tema bo'yicha elib berilgan selishtirma tadqiqot orqali isbotlanishicha, Uyg'ur ajdodlari Ko'nchi daryosining tuvan yaqinidagi qadimgi Kuroran, Qumulning Qoriduva, Urumchining Arg'ol, Oqsuning Qoriyulg'on, Qashqarning Oqdala rayonlarida buningdan 6000 yil burungi gilamchilik texnikasi qo'llanganligi ma'lum. O'sha 43. rasmdagi bu gilam nəhayət şalam bu yungda to'qilgan, bu charchanning zag'unliqdan tepilgan. Buning yil davri miloddan 8 asr burun. 42. rasmdagi bu gilam aningdan sal nepizroq, bu texmi yaxshiroq to'qilgan. Bu Nidin tepilgan, 1995-yilda tepilgan, bu milodidan burun 300 yillar, 3. asrdagi mansub. Endi biz shu ko'n Qrim texnikasini tunishtiraylik. Xrom, Qrim deganimiz shu xrom. Bu 44. rasmdagisi bu pichandan tepilgan. Bunun 3000 yil burungi teri ishdan. Ashlangan teri. Yani bizim ecdatlarımız 3000 yıl burun terini ashlashni bilgan. Yani ma'vo endi bu milodi 7-8 asrlardagi resim bu turpandan tepilgan, bu bir nəhayətdə nemenin qahraman bir xil adamning obrazı. Bunun şu üstündeki kiygan kiyimleri, ütügi, hamısı Ko'n Qrimdan yasalgan ütük. Yani Ko'n Qrim texnikasi xalqarodagi o'rtaq tushuncha bo'yicha aytganda, milodidan 2000 yillar burun qadimgi Yunonda boshlangan. Girsiyada. Yani Uyg'ur tarixidagi hunar texnika degan tema bo'yicha elib berilgan selishtirma tadqiqot orqali isbotlanishicha, Uyg'ur ajdodlari buningdan 6000 yil burun Ko'nchi daryosining tuvan yaqinidagi qadimgi Kuroranda, Qumulning Qoriduva, Urumchining Arg'ol, Oqsuning Qoriyulg'on degan joylarda tepilgan asar atiqlarni qaraganda Ko'n Qrimda üt kiygan davr bo'lgan. Demak bunun yil davrini aytib uzun, bu endi Tarım vadisida keşf qilingan ijodiyat, keşfiyot deb aytamiz. Bu keşfiyotlarning ham shu men aytgan keşfiyotlarning hammasi Türkiye xalqlarining keşfiyoti. Uyg'urlarmi mening desi bo'ladi, Qozoqlarmi bizning desi bo'ladi, Qirg'izlarmi bizning desi bo'ladi, O'zbeklarmi bizning desi bo'ladi, Turklarmi bizning desi bo'ladi. Ular uchun o'rtaq. Bu yerda bu vaqtchilik nihoyat nurg'un masalalar bor. Bir nima chiqsa, Mahmud Qashqari chiqsa, birisi Uyg'ur degan, birisi Qozoq degan, birisi nima degan, ayni urush bilan
Bu şunaqa bo'ldi. Buni tanıştırgan hiç kimse yok. Hı. Mahmud Kaşgari'nin yurtu var. Ata-anasının ismi var. Onun yazgan eseri var. O eserdikinin tili şu kadimki Urqun Vadisi'de işlengen abidilerinin tili bilen okşaş. Demek şu Türkiye tilla. Bunun hem millet, şu Türkiye tili sözlüğün milletlerinin hemisi mensup. Ki bunun talaş tartış kıldığın hiç nemi yok. Senin, menin deydiğin hiç kındak nemi yok. Bunun Mahmud Kaşgari'nin tuğulğu yeri Kaşqa. Onun mazırımı Kaşqa. Bu çünüşlük oldu o. Bu nemin talaş tartış kıldığın de. Şunlaşqa bunda bir qamlaşmıgan talaş tartışlarını kılmay. Bazı nesiller hemisi nahayet uçuk, ortak Türkiye halklarının hemisi mensup. Şundak. Abay şu mening sözümden bazı qarindoshlar biraz hayron qolgan bo'lishi mumkin bu şu adım meselesinde. Ben aslında biraz çaqchaq qilib, kayfiyatni yuqori ko'tarish uchun Qashqa atush deb mandaq tilg'ab qo'ydim amaliyotda. U bir talashadigan cho'ng masala emas. Şunak. Yani o atıştan çıkanlık için bu atışlıkla nemisi olmaydı. O atışlık mı Uygur, Aşehir'in tartıp Teklimakan'ın hemisi de yaşayan halklarının ecdadı bir. Şunlaştı bu başka da demek ki bir mesele emas. Hem de onundan kalsa hem de iger. Atık tokuyduğun iger, izenge degan narsa. Bu iger hem de bu şu 47. resim bu pişandın tepilgan. Bunun yıl devri miladi ilgiri 500. yıllar, 5. asır. 92. yıl tepilgan. Demek bu yani biz bu iger deganimiz at jabduqlari. Bu at jabduqlarini yasaydigan texnika buningdan 6000 yillar burun Qumulning Qoradova, Urumchining Arg'ol rayonlarida qo'llanilgan. Uyg'ur ajdodlari yavu atlarni to'plab beqish, ko'ndirib minish jarayonida dunyo bo'yicha eng burun kashf qilgan hunar texnika. Yani bunu dünyanın her qanday yerdeki alimlar bu atlarni toplab beqish, ko'ndirish, qo'lga o'gitish, uni minib jang qiladigan qurolga aylantirish yoki transport quroliga aylantirish buni Turkiya xalqlar qilgan. Bunlardan boshlangan. Buningga hech qanday buni inkor qiladigan uçur yok. Yani bu şu atlarını köndürülgen adam bu igenimi icad kılgan. İge olmasa Yahudak atkı minip biz oradan jügüz kılıp olmaydı. İge üçün izengin ait mühim. İzengi olmasa igedim orada oltağılı olmaydı. Bu şu teknika hemisi Tarım Vadisi'de yaşayan ecdatlarımız icad kılgan texnika. Yani biz bu icadiyetlerinin hazır biz aniqlagan icadiyetlerinin 7'incisi zemberek, top. Bu 49. resimde gösterilgen bu şu mana zemberek. Şu vaktki zemberek. Bu 1279'dan 1368 yıllarçılık şu devirde yazılgan Xitayca tarihi hatırlarda mevcut. Top mevcut. Yani bu mistop, zemberek. Hazır Xitay Tarihi Müzeyida Beijing'de saklanıvatıdı bu. Bunu miladi 1332 yıl yasalgan mistop dep qaraydı.
Bu Xitoy tarixchisi Fevrillan Efendi Xitoy tarixi degan kitobida dunyo bo'yicha eng burun yasalgan harbiy qurol. Bu xil harbiy qurolni Mo'ng'ul davlati, ya'ni Yuan sulolasi milodi 1279-yili O'rta Osiyodan Uyg'ur hunarvan ustukorlarni taklif qilib akilib yasatgan degan bir xotir bor. Uning nomi Xuy-Xuypo, Uyg'ur top zambirak deb ataladi. Bu tarixiy xotirni inkor qiladigan boshqa xotiri yo'q. Demak, bu Tarım vadisida yaşayan ecdadlarımız icad qilgan ijodiyatlarning biri, shu kashfiyotlarning biri. 7 xilni bundoq selishtirib o'tirib qo'ydim. Bundan ko'p bo'lishi mumkin. Demak, biz qadimgi zamonda, o'rta asrlarda bütün dünyadaki texnikinin köpüncisi Tarım vadisida icad qilingan desek, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Mubolag'a bo'lmaydi. Ma topninki shu tarixiy necha yillik tarixga yetdimi shu hozirgina? Mana yodimdan chiqib qoldi. 1279-yili yasalgan deydi. Şu Beijing'de yastıkken Moğol imperiyası, Yuan sulolasi degan. Şu Yuan sulolasi degan bu Moğol davlati Xitoyni boshqargan, Xitoy hukmronlik qilgan Mo'ng'ullar. Bu Mo'ng'ullar bilan shu Mo'ng'ul davlatining nihoyat muhim xizmatlarini Uyg'urlar ishlagan. Mo'ng'ul bilan Uyg'urning o'rtasida nihoyat bir yaxshi munosabat bor. Masalan, xonanlarni tutib turgan, cho'ng shaharlarni qo'g'dab turgan harbiy boshliqlar hammasi Uyg'ur. Bizning tarixchimiz Jambozan deganmi, shu Uyg'ur. Yani bu Mo'ng'ul bilan Uyg'urning o'rtasidagi munosabat tazbek nima qilib ketgan bo'lmaydi. Bek ayirib ketgan bo'lmaydigan munosabat. Bu endi 1200-yillarda şu Qarıxtay degan bir qavmlar Qarixonilarga hujum qilgandan keyin bu Turpandagi islom bo'lmagan, buddizmga ishonmagan islomdagi Idiqut davlatining xoni bor chiqardi ekan, ayadagi Uyg'urlarga yordam qilish uchun bu Mo'ng'ul yaylig'iga Krolun yaylig'iga berib Chingizxon bilan ko'rishgan. Chingizxon shu vaqtda 60-70 yosh. Avtiq yosh, boshqartikin yosh. Berib shuning bilan ko'rishib, shu yerda bir kelishim imzolangan. O kelishimda Uyg'ur Mo'ng'ul birlashma armiyasi qurib, Qarixonilarga hujum qilgan Qarixtaylarni yo'qotish kelishgan. Bu endi qanday bo'ldi desa, bu Qarixtay deganimiz aslida Mo'ng'ullarning bir qabilasi. O shu Xitoy tarafga ketib, eng burun xitoylashgan Mo'ng'ul qabilasi. Bular shu Mo'ng'ulda qaram, Xitoyda ilgari bo'lib chiqqan shunday bir millat. Shu atrofdagi necha millatning nimasini zaminni tortib olib, kengayib, eng oxirida Naymanlar bilan birlashgan. Naymanlarmi Mo'ng'ullarning bir qabilasi. O Chingizxonga qarshi, Chingizxonning onasini o'ldirib qochib ketgan Nayman. Chingizxonning bu ikki qabilaga nisbatan o'chi bor. Oxir berib bu Qarixtay Nayman xonligiga berib, ular bilan birlashib bir davlat bo'ldi. Shuning bilan Qarixtay xonligi deb ataydi. Demak, bu ikki dushman bir yerga keldi. Chingizxonning ikki dushmani bir yerga keldi.
Endi Chingizxon bilan bu Barchiq Tekin ikkisi Qarixonlarni qutqizish uchun harbiy quradigan bir kelishim imzoladi. Bu nəhayət aniq xatirlar bor. Shuni imzolagandan keyin shu Qarixonlarga hujum qilgan shu Qarixtaylarni, Nayman shu hammasi bir. Shu Qarixtaylarni yo'qotish jangi bo'ldi. Shu bir necha yil davom qilib, oxir Qarixtaylarni qo'g'lab yurib, Chingizxonning adami jiq bo'lg'achqa, ona jiq adam bilan, jiq askar bilan kelgan. Barchiq Tekin aram onun askari bilan chiqqan. Bu askarlar shu Qarixonlarda Qarixtayni qo'g'lab tutib, zodi qo'ymay yo'qotib etgan. Qashqarlarni qo'g'lab Yevropaga borgan. Shu vaqtda Chingizxon Yevropaga bordi, Yevropani titratdi, Yevropani ishg'ol qildi degan tarix shu vaqtda bo'lgan. 1200-yildan keyin. Shu Chingizxon nega borgan bo'lsa, shuning yanında yandash qo'mondan Barchiq Tekin. Ama bu tarixchilar, Rossiya tarixchilari, Xitoy tarixchilari Chingizxonni masxara qilgan holda Chingizxonni maqtaydi, Barchiq Tekinni tilga olmaydi. Biz uni tilga olishimiz kerak. Endi shu bu gap endi shu Moğol davrida yasalgan Uyg'ur zambirki, shu zambirekdan chiqdi. Bu zambirekning nomi Uyg'ur zambirki, Uyg'ur ustalarni akilib yasatgan degan xotira bu Xitoyning tarixchisi, mashhur tarixchisi Faunlanning Jungo tarixi degan kitobida. Buni inkor qiladigan boshqa yozma yo'q. Endi bugun hozir mening deydiganlarim endi müşahitçilik. Ben bu deganlarimning hammasini rasmini qo'ydim, izohatini qo'ydim. Buni endi Facebookda ayrim bir xil shaklda e'lon qilishim mumkin. Buni e'lon qilgandan keyin har qanday odam o'qib ko'rsa, qo'llansa, men xush bo'laman. Agar buni og'dirib bersa, texim xush bo'laman. Chunki bir tarixda bir narsa aniqlanadi, yengillanadi. Mening gapim shu. Rahmat, Allah razı olsun. Men qarindoshlarning talabiga binoan jiq gap qilmay, ozroq gap qilib, ko'pincha vaqtni sizlarga bergan bo'ldim. Asli bizning studioning qoidasi bo'yicha shu talishib, tortishib, nihoyat jiddiy programma qilishni yaxshi ko'raman. Shunga hozirgacha qarshilanib kelayotgan bo'lsaqmi, ammo sizlarning so'zlarini uzib aytgim kelmadi. Ammo nihoyat yaxshi bir dars bo'ldi. Mencha shu PowerPoint darsligini mencha Facebookda bir e'lon qilsa nihoyat yaxshi deb qarayman. Har holda hozir millatimizda ma'lum bir tarix, ma'lum bir bizningki qolib qolguchi merosimiz bo'lgan narsamizni bizningki darslik kitoblarimizga kirgizish, uni kelgusi bolalarimizga, avlodlarimizga qoldirish masalasida bir jiddiy qarab, Qurbon aka mani yezib chiqibdi, mani tutib chiqibdi. Bu kishi bir arxeolog, tarixchi, tarixshunos, buning o'ziga loyiq shaklda bir dalillar bor deb sizlarni qo'llab, hatto sizlarni izlab mush kitobga bir kirgizib olsak bo'ldi deb sizlardan ruxsat ilib, manda qilish kerak edi va kerakdi, ya'ni bu bilmadim endi. Ammo ma'lasab bundoq bir isil tarixninki shaxsan men bugun bilgan o'xshayman bu bizning Uyg'ur tarixininki. O'tgan qitimmi bu gap bo'linib o'tdi, ammo bugungidek ta'sir qilmabdi ekan menga, chunki ba'zi narsalar odamga birdo'tli ta'sir qilmaydi ekan. Uyg'ur tarixining 30 ming yillik tarix ega ekanligini bugun men qaytadan his qildim, chunki men bu yerda ancha-muncha turklarga konferans beradigan bir xizmatlarim bor. Turklarga so'zlayman Uyg'urlarning tarixini, ya'ni Uyg'urlarning ahvolini dey, eng yaxshisi. Biz shu 10 ming yil, 12 ming yillik tarixga ega deb kelyaptim men shu Turg'un Almas efendimninki Uyg'urlar degan kitobiga asoslanib turib qo'limda bo'lganlik uchun shu kitob. Ammo
bir maqola yoki bir jonliq bir narsa qo'limizda bo'lsa, sizdek tirik shohidlarninki so'zlari bilan va ko'rsatgan dalillari bilan hamda tariximizni 30 ming yilga chiqara olamiz. Bu bek muhim bir narsa bu. Buni ama Uyg'ur men tahi bilmasam, Uyg'ur xalqi tahi bilmasa, darslik kitoblarimizga tahi kirmasa, bizning haqq so'zlaydigan haqqimiz yo'q bu yerda-ku. Avval biz bilishimiz kerak buni. Yani sahibi biz o işninki. Sizlar buni xalqimizga bildirish majburiyatlari bor deb shon bu ikkiran chiqib so'zlaydilar. Mencha buni bir aniq dalillar bilan taqimo kuchlantirib, Facebookda e'lon qilishlarini umid qilaman va elibba chiqargan darslik kitob chiqarayotgan qarindoshlarimizning Qurbon akamizning izdishini, qarasiga bir narsalarni Qurbon akamiz ham osmon qarab da'vermagandi. Sizlar yer qarab da'vermay, shu ilm sohiblarining qishig'iga kelib, "Ma qandoq deb so'rab, yugunib, uningdan keyin deyishinglarni va kitoblarimizga yozishimizni umid qilamiz, qarindoshlar. Xo'sh. Ya'ni men so'zni sizga yana qaytarib beray, vaqtimizmi bir yerga bordi. Bu nim bilan shu arxeologiya bilan siyosatning bugungi siyosiy xizmatninki farq haqida avay biroz qisqa to'xtalib o'tib ketib qoldi. Buni biroz ichishga bo'lamdi yoki charchab qoldimi? Shuni to'xtalib o'tgandan keyin programmani oyoqlashtirsak deyman. Men endi shu bugun meyada deganlarimning hammasini PowerPoint shaklida, resimlik izohat shaklida tayyorlab chiqqan. Buni bugun meyada so'zlab tanishtirdim. Endi buning asli nusxasini men nimada Facebookda e'lon qilib qo'ysam, o'qiydiganlar bir o'qib baqsa, buningda emas deydiganlar bo'lsa, men qarshi olaman. Bu vaqtchilik bu gaplarning deyilmasligida boshqa sabab yo'q. Xitoy degizmaydi. Bundani deydiganini cheklaydi. Buni bir odam deb qo'yib, o'disidan chiqolmaydi. Bu gaplarni shu vaqtda nima bo'lmasin ozroq degan, ozroq deyaligan. Ma erkin dunyoga chiqqandan keyin biz demay o'ltirsak texim bo'lmaydi. Shu vaqtda hamda ba'zi tarixchilarimiz, masalan, Turg'un Almas afandan o shu zamonning cheklamasiga nihoyat ko'p uchragan odam. Nihoyat ko'p cheklamaga uchragan odam. Endi u bu gaplarni qilgan bo'lsa-mu, agar yozgan bo'lsa-mu, u nashriyatdan o'tmaydi. Buni bundoq tushunish kerak. Men shunday tushunaman. Uni demaydigan odam emas. Mush narsalarni xabari bor. Shu vaqtda nihoyat yaqin o'tadiq. Vaqti paranglashgan. Ammo shu vaqtda har qanday bir odam bir narsani yozsa, Xitoyning o'lchamiga to'g'ri kelmasa, nashriyat o'chirib chiqolmaydi uni. Yani shunga Turg'un Almas demabdi deb qaramaslik kerak. U chuqur deydi. Yani men erkin dunyoda bildiganlarimni aslimi shaklida ham naq shu paketlarni tepib, uni Xitoyning torbatlaridan o'zidan aniq tepib, akilib buni o'tirib qo'ydim. Mening o'tirib qo'yganlarimni bir har qaysi o'qirmanlarimizning bir o'qib ko'rishini tavsiya qilaman. Ba'zilar menga buni ingliz tilida e'lon qilsam bo'lmamdi, texmo yaxshi bo'ladi. Xitoy tilida e'lon qilgan, biz Tayvanda bosaylik dedi. Men ularning hammasiga dedim. Shu men degan gaplarni oldi bilan Uyg'ur bilishi kerak. Uyg'urlarga men deb berishim kerak. Uningdan keyin boshqa tilda e'lon qilsam bo'ladi. Hozir buning ba'zilarining xabari yo'q Uyg'urlarning. Uyg'urlar o'zi shunga ega chiqsa, andan keyin u yaxshi bo'ladi deydigan ko'z qarashda bo'lib kelgandim. Shunga men buni takrorladim.
bugün bir yerde tanıştırdım. Bunun şu ben tayyorlagan PDF nusxalarini, PowerPoint nusxalarini ben e'lon qilaman. Shuni bir o'qib ko'rsanglar. Har qaysi qarindoshlar bir o'qib ko'rsanglar. Shuningga bu undaq emas deydiganlar bo'lsa, men qarshi olaman. Bu munozara bo'lsa, bu inkor qilish bo'lsa, undan keyin biz fanni taraqqiy qildira olamiz. Tadqiqotni taraqqiy qildira olamiz. Shundoq. İnşallah kelgusi zamonlarda biz bir yaxshiroq bir xizmat qilsam, men shu bir qancha tarixchi va bu jihatda da'vo odamlarini yig'ib mush ikkanaga kelsak, shu vaqtda sizning vaqtlari bunga yetadi, shunami? Yetadi. Ya'ni bizda haliqi hozirgacha bizning qilmayotgan bir ishlarimizning birisi ilmiy shaklda munozir qilishib, ilmninki aslini ochadigan bir ishga jiq terishib kelyapmiz, ammo ko'pincha ziyolilarimiz yoki chiqishni xohlaydiganlar shu munozir qilishni xohlamaydi ekan. Urushib qolamiz demdi yoki bilmadim hamda bir ilmiy munozir shaklini hozirgacha saniga ilib chiqolmayapmiz. Alloh bizga insof bersin inshaalloh. Ilmiy munozir qilishni xohlaydigan olimlarimizni kelgusida ilib chiqishga tirishimiz inshaalloh. Aslında ilimning darvozasi shunga ichilib aslında tefekkür qilish, talashish ilmiy shaklda munozara qilish ilib borsak nihoyat yaxshi bo'ladi. Ammo ma'lesef uni qilolmay qoldik. Xo'sh. Men sizning oxirgi so'zlarini ilishdan burun bir qarindishimiz savol so'rabdi ekan. Telefon qilaman dedi, saqlab tursam herhalde uranmadi o'g'ay. Bu qarindishimiz debdi, Qurban efendim bosh bo'lib, qo'ldagi isbotlar bilan Sharqiy Turkistonning besivlangan zimin ekanligini isbotlaydigan kitob yezishni o'ylashib baxtimi Qurban kam deydi. Buningga bir javoblarni olib qildi. Men buni o'ylashgan masala emas. Allaqachon yozgan. Ben 80'li yıllarda bizning tarix yazıklarımız deganda yazdım. Buningda nurg'un faktlarni ichib etdim. Xaljiq odam buningdan bahramand bo'ldi, uningdan manfaat ko'rdi. Hozir o kitobni bir amal qilib tepib, bolalari, navrilari o'qiyotdi. Men shuningdan qo'shilib, shuningdan ilhomlanib, bu 2012-yilda men pensiyaga chiqqandan keyin uning davomini yozdim. Uning davomi Xitoyning to'rtchon kasbiyotini butunlay inkor qildik. Bizning tariximizning shu bütün detallarini reagiretlab chiqdim. Bunun resimlik izohatini tayyorladim. Bu endi o'ylashgan ish emas. Bu allaqachon qilayotgan, ham birbirini qilib bo'lgan ish. Ham shuni endi men xalqimga taqdim qilaman. Shuni bir o'qib, qabul qilsa men qo'shilaman. Abiyam siz dedilar, bu arxeologiya bilan hozirgi siyosatning munosabati dedilar. Shu gap shu yerda. O'sha arxeologiyada topilgan asar atiqlarni o'zimizning madaniyatimizning isbotlarini biz chin tutishimiz kerak. Shunga ega chiqishimiz kerak. Ma bizning sening emas, sening deganing yolg'on deb ashuni ko'rsatilsa, andikin bo'ldi. Bu munosabat degan shu. Uni demisa Xitoy azaldan davrida onunla ya onlar emasken ma bakan o ma o deb oturup qo'yish kerak. Muşu hemmisi ezelden Xitoyning emas deganligining isboti. Men degan gaplar hemmisi.
Buni texmi tafsili deyishga bo'ldi. Bu haqda biz yana her bir mesele to'g'riliq bir obdanroq so'zlasak bo'ldi. Mening gapim ham shunchalik. Vaqtmi bek uzrab ketdi. Ko'rmalarimizni jiq vaqtini aldık. Allah razı olsun da emas. Yani bu yılki ders şekilde bo'lganlik uchun buni vaqt uzrab ketsin bo'laverdi aslında. Çünkü buni keyingi avlodlar qoldigan videolar bu inşallah Allah nasib qilsa. Yani bizning ota-bobolarimiz nim degan bo'lg'iydi, tarix to'g'risida nim degan bo'lg'iydi, arxeologiya to'g'risida nim degan bo'lg'iydi. Bizning tariximizni necha ming yil degan bo'lg'iydi deb agar ma kitobninki modasi biroz qilyotdi dunyoda. Bo'labmi bizda Uyg'urlarda kitob o'qish masalasi biroz ig'ir krizis bo'ladi. Ammo video masalasi hozir moda bo'ladi. Video desa hozir har holda Uyg'urlar ko'radi dunyoga ergishib. Şuna agar bir videolarımız saqlanib qolsa, inşallah bu naq darslarni anglab, bundan cho'qim foydalanib deb o'ylayman. Alloh razı olsun. Yani keyingi zamanlarda sizlarga yana nurg'un ilmlarni ilib olamiz, Alloh xolisa. Çünkü bu bir ilim hamda hisobda neticede bu bir og'izlarda deb qo'yayotgan bir gap emas. Bunun bütün isbotlari bilan bo'linayotgan masalalar. Shuning uchun sizlarni jiq charchatdim. Qarindishimiz telefon qildi. Qarindishimizning so'zini anglab beqib, undan keyin oyoqlashtirsak bo'ladi programmani. Assalomu alaykum. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Va alaykum assalom. Ovozingiz bor, so'zlasangiz bo'ldi. Geçen teşekkür kardeşimiz ve kurban vedetimiz bana Allah razı olsun. Hem bu veletimizi bayatın diyen biz bu şahit, şu Ali Mektep okuyatlı vaxtlarımız şu kitapta okup daha ait tesirlengen hem bizimki milli gururumuzun menbesi hesabıda yine bir kitap hesabımızda. Bu kitabı kaydedip neşir kıldırış mümkünçülüğü bolsa şu kitabı neşir kıldırsak buladı. Ama tor kitap çıkarılgan nuskası kaydedip keyin yazgan kitaplar bilan birleştirip neşir kılandık. Bir amal kılıp halkımızga yaysak texmi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh. Sizlar nereden uryapsizlar? Turkiyada uryapsizmi telefonni? Herhalde to'g'ri toz yaxshi emas. Ovoz yaxshi kelmaydi-da. Men aldım. Gayet yaxshi maslahat bo'ldi. Men bu shuni o'ylagan, bizning tarix yozuqlarimiz deganda shuningda bir muncha qistirdigan rasmlar qilib qolgan. Shu vaqtda qilib bo'lmagan. Uningda boshqa o'zgaradigan yer yo'q. Yani shu kitobga qistirib qo'yilgan ba'zi rasmlar, shu vaqtdagi joyning ahvoli, to'g'riliq ba'zi narsalarni qo'shib, men bir nusxa tayyorlayapman. Alloh xolisa, mashina oxirchilik buni tayyorladi. Onu bir nashr qilsa, uningdan keyingisi shu bizning tarix yozuqlarimizning davomi degan shaklda buni nashr qilsak bo'ladi. Bu asosan 18 parça maqola. Yani 2-3 vaqt yozib bo'lgan. Shuni yozib bo'lgandan keyin shuni qo'shib bir nashr qilsak bo'ladi. Men buni shunday qiladigan planim bor. Men chuqur o'zimizning Uyg'ur o'qirmanlarimizga taqdim qilaman. Oldi bilan shu Uyg'urlarga taqdim qilaman. İnşallah. Bu kitobning ismini yana bir hatırlatırdılar şu görürmenlerine nispeten? Tarihi yazıklarımız diyen kitap. Allah razı olsun. Şu bizning tarix yazıklarımız degan kitap. Onundan keyingi mavu hazır yazganlarım hamda şunun ikinci kısmı şeklide hamda onun ismi bizning tarixdagi izlarimiz. Allah razı olsun. Özleri vatanına neşe kıldığı kitap olğaçqa bunun da bazı geçip değilmeyen gaplar bo'lishi mumkin. Vatanning sirtida yozilgan kitap boshqacha yozildi emasmi? Uni endi qolgan taraflarni qachon o'zlari ba'zi resimlar bilan ta'minlab, yine mo'llashtirib
yazışını oynayatkan buluşturur mümkün. Şundaq endi bu vatanning ichida yozgan, şəhərdə nəşr qilingan bizning tarix yazıqlarımızda yerdə mən özüm anlıq halda Marksizm, Leninizm, Mao'nun ideyası degan narsalardan bir istatı almagan. Endi bu jihatlardan endi xoli. Ammo söz araliqlarida yana shu bizning ideyamizmi bulg'unib ketgan ba'zi bir xato hukmlar yo'q deyolmayman. Shularni biraz so'zni o'zgartirib qo'yish mumkin. Endi uningga masalan 32 xil yoziq bor dedik, uni dedik, ammo shu yoziqning nereden tepilganligi, shu yoziqning asl nusxasining rasmini qo'yolmagan. Shu narsalarni qo'shib qo'ysam bo'ladi. Shundaq tayyorlayapman. Yil oxirgachilik bu bizning tarix yoziqlarimizni tayyorlab bo'lishi mumkin. O vaqtda bir nashr qilishni maslahat qilib yoki elektronlik oldi bilan elektronlik nusxasini nashr qilamiz. Undan keyin zarur topilsa bossak bo'ladi. Buningda boshqa masala yo'q. Ammo ikkinchisi endi uningdan endi ba'zi nimaları çeklemeye uçurmagan. Onun nazariyesi doğru. Marksizm, Leninizm degan narsa faqatli yo'q. Bu endi bu yaxshiroq. Yani bunimi yil oxirgachilik tayyorlab bo'g'li bo'ldi. Shuning tutish quvvatiman. Ammo mening bu asarlarim men qalin bir narsa tom yozmadim. Nəhayətdə qısqa, ixcam bunu oxu adam bu başını varaqlab, axırgıçılıq varaqlab getələydi. Allah razı olsun. Amma şunu tayyorlayapman. Xudo buyursa, men shu yil axırgıçılıq bunu tayyorlab bo'laman, nashr qilamiz. Mening endi sizga deydigan gapim shu, taklifingizga rahmat. Ma'qul, Allah razı olsun, rahmet. Rahmet sizge Abdülaziz Beştorak efendim, avazınızdan keyinrek tanıdım. Rahmet telefon qilganligingiz uchun. Allah razı olsun. Sizin rahmet sizden bundan bir sorunla uğraştığınız için. Rahmet. Bo'ladi. Qurbanka agar oxirida ko'ngil so'zlar bo'lsa olsam, bizning ko'rurmanlarga nisbatan deydigan, undan keyin programmani oyoqlashtirsak deb o'ylayman. Burada benim deydigan sözüm asari atiqa, şu arxeologiya orqali tepilgan, isbotlangan o'rni bor, yil davri bor asari atiqlarni shuningga bir ega chiqsak, shunaqa ega chiqsak, shu bizning tariximiz. Shu bizning tariximizning isboti, bizning davlatimizning isboti, bizning millatimizning isboti shu. Allah razı olsun. Mening deydigan gapim shu. Bo'ladi, Allah razı olsun. Rahmat.